Bugungi leksiyamizning temasi biz duch kelayotgan muhojiratdagi Uyg'urlarning buguni va kelajagi. Assalomu alaykum. Qadrli vatandoshlar, qarindoshlar, bugun bu yerga jam bo'lib, hammamiz o'rtaq temalar ustida mulohaza yurgizish oldi turyapmiz. Mushu munosabat bilan hammanglarning vaqt chiqarib, bu leksiyaga qatnashish uchun bu yerga kelganlarga oldi bilan rahmat aytaman. Alloh hammamizga osonlik bersin. Bu yerda o'tirgan hammamiz hozir muhojiratdagi hayotdan iborat vatan sirtidagi bu muhitda yashayapmiz. Bizning oilamiz, bolalarimiz, shundaqla kelgusidagi avlodlarimiz vatandan yiroq mushu muhitda yangi bir sharoit ostida yashash yo'lini tanlab oldi. Endi mushu jarayonda bizning bugun duch kelayotgan masalalarimiz dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urcha axborot, radio va boshqa media kanallarida so'zlanayotgan bo'lsa-mu, lekin bu yerda biz muhojiratdagi hayotni, ya'ni vatan sirtidagi hayotni o'z gavdimiz bilan, oilamiz bilan, bola chaqalarimiz bilan yashayapmiz va his qilyapmiz. Shuning uchun bizning oldimizda hozir nurg'un masalalar ko'rilyapti. Endi mushu masalalarni zor qanday hal qilamiz? Har bir shaxs, har bir oila, har bir to'pluq, bir jamoat sifatida o'zining mushu duch kelayotgan masalalarni qanday hal qildi? Şuna bugün mushu munosabat bilan bir qism real masalalarni sizlar bilan o'rtoqlashib chiqmoqchi. Bu yerda ta'kidlayotgan temalar men gerçi o'tir qo'ygan bo'lsam-mu, ammo bu yerda o'tirgan hammamiz bir shaxs sifatida mush masalalarga biz duch kelgan, hozir duch kelayotgan, shundaqla qanday hal qilish masalasi ustida biz o'ylayotgan bir masala. Bugun endi sizlarga so'zlab o'tadigan tema bayim deb o'tdik, muhojiratdagi Uyg'ur to'pliqlarniki buguni va kelajagi. Men bugun bunday 4 tema ustida sizlar bilan qisqacha muhokama qilib olmoqchi. Yoki ba'zi fikrlar ustida sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Buning birisi oldi bilan muhojiratdagi Uyg'urlar. Ya'ni mushu xalqarodagi akademik yoki ilmiy tem bilan aytganda diasporadagi Uyg'urlar. Bu birinchi tema. Ikkinchi temamiz mushu muhojiratdagi Uyg'urlar duch kelayotgan, ya'ni bugungi muhojirat yashayotgan Uyg'urlar duch kelayotgan bir qism real masalalar. Masalan, mushu real masalalar deganda buning ichidagi ona til, oila, undan keyin muhojiratdagi Uyg'ur jamiyatlarining bir to'pluq yoki bir jamoatchilik ichida yashash ishi hamda yana birisi bizning navbatda duch kelayotgan mushu milliy kimligimizdagi bir qism masalalar. Bu ikinci tema uchun üstün so'zlangan masala. Üçüncü temamiz muhojiratdagi vatan temasi. Gerçi muhojiratda biz vatanning sirtida yashayotgan bo'lsak-mu, har vaqt bizning o'yimiz, xiyolimiz, umidimiz, orzuyimiz hamda bu yerdagi yashashdagi qisman orzularimizning hammasi vatan bilan bog'langan. Şuna gerçi vatan sirtida yashayotgan bo'lsak-mu, hozir bizning vatan bilan bo'lgan munosabatimiz qanday? Buni qanday tushunish kerak? Oxirgi bir tema muhojiratdagi Uyg'ur to'pliqlari hamda mushu to'pliqda yashayotgan insonlarimiz duch kelayotgan milliy kimlik masalasi. Demak, bugun sizlarga so'zlab o'tadigan tema mushu qisqacha mush 4 tema. Am oldi bilan boy ta'kidlab o'tganimizdek birinchi tema bo'lgan muhojiratdagi Uyg'urlar yoki biz ta'kidlagan diasporadagi Uyg'urlar. Endi bu yerda diaspora degan so'z xalqaroda, masalan ingliz tili va Yevropa tillarida vatanni tark etib sirtqi joylarda yoki sirtqi ellarda, ya'ni yot tuproqda yashayotgan insonlar ve bu insanların her vakit öz vatani bilan bo'lgan bir xil ishga bog'lanish ichida yashaydigan mushundaq bir holatni tadqiq qilgan bir ilm odatda xalqaroda diaspora deb atalgan.
Endi hozir Yevropadagi nurg'un ellarda Uyg'urlar emas, Uyg'urlarga o'xshash qismatga, reallikqa duch kelgan nurg'un millatlar mana bu shunday bir diaspora muhitida yashayapti. Biz bilamiz, bizning atrofimizda turklar bor, arablar bor, somaliliklar bor, kosovoliklar bor va shu qatorda dunyoning joy-joylaridan kelgan nurg'un insonlar biz bilan Yevropadagi musha ellarda parallel holat yashayapti. Shunga bugungi kunda diasporada yashayotgan to'pliqlar yolg'iz Uyg'urning masalasi emas, balki xalqarodagi hozirgi yer sharlashgan yoki global dunyodagi nurg'un millatlar, xalqlar duch kelayotgan bir o'rtaq tema. Endi Uyg'urlarning o'z vatanini tark etib, chet ellarda yashash, chet ellarda jamoatlashish, o'ltiraqlashish va har bir davlatda shu davlatning bir a'zosi, bir grajdani hamda shu davlatda yashayotgan millatlarning bir sifatida bu yerda o'tirg'i chiqishi 20-asrda intayin qisqa bir jarayonga to'g'ri keladi. Agarda biz o'zimizning atrofidagi mushak yerlashgan, jamoatlashgan boshqa millatlar, jumladan turklar, arablar va boshqa millatlar bilan solishtirgan vaqtda Uyg'urlarning muhojiratdagi hayoti intayin qisqa bir davr ichida shakllangan. Chunki bizning vatan sirtidagi jamoatimizning shakllanishi keyingi masalalarga, bu yaqinqi 10-15 yil ichidagi vaqtga to'g'ri keladi. Albatta uning oldida 20-asrda bizda bir qancha qitimliq cho'ng muhojirat to'lqini, yana vatanning sirtiga ko'chish yoki makonlashish to'lqini bo'lgan. Ammo hozir bu yerda o'tirayotganlarimiz, bu yerda o'tirayotgan shaxslar, bularning oilalari, bizning bolalarimiz, mushu jamoatchilik, mushu to'pliqning shakllanishi Yevropa ellarida texi yaqinqi 15 yildan buyongi hodisa. Shuning uchun bizning Yevropadagi har qaysi ellarda va dunyoning boshqa davlatlarida yerlashish, to'plashish, o'ltiraqlashish tariximiz intayin qisqa bo'lganligi uchun bizning tajribalarimiz shunga yarasha qisqa, oz. Bizning nurg'un mush jarayondagi masalalarimiz kelib chiqyotdi. Buni hal qilish uchun tirishyapmiz. Nurg'unlar mush jarayonda tengir qolyotdi. Qanday yo'l tutish? Masalan, oilani qanday qilib, farzandni qanday tarbiyalash, o'zimizni qanday saqlash, qanday qilib o'zimiz yashayotgan mehmon davlatga moslashish, mush jamiyat kirish, mush jamiyatning bir a'zosiga aylanish bizning oldimizdagi hozirgi bir real masala. Shuning uchun oldi bilan biz muhojiratda yashayotgan ekanmiz, muhojiratdagi jamiyat qanday bo'ldi? Bu jamiyat yashayotgan bizga o'xshash qismatdagi boshqa xalqlar bilan solishtirganda bizning ortiqchiligimiz nima, bizning kamchiliklarimiz nima? Biz masalalarimizni qanday hal qilamiz? Demak, bu masala bizning ko'z oldimizga gavdalanib chiqayotgan hozirgi intayin real masala. Endi muhojiratdagi Uyg'urlarniki hayotini yoki jamiyatlashish ahvolini, ya'ni muhojirat hayotini tushunish uchun meningcha oldi bilan Uyg'urlarning qisqacha 20-asrdagi muhojirat tarixini bir qur eslab o'tish muhim deb o'ylayman. Albatta, dunyodagi har qanday bir hodisaning, har qanday bir jarayonning o'ziga yarasha tarixi bo'ldi. Uyg'urlar tarixdan buyon o'zining vatanidagi nurg'un cho'ng-kichik voqealar, yuz bergan ijtimoiy hodisalar, ishki va tashqi sabablar tufaylidan ba'zida sirtqa o'zining vatanidan sirt ko'chish, boshqa rayonlarda o'ltiraqlashish tarixini o'zining yiroq qadimgi tarixdan boshlab Uyg'urlarda mushtoq bir jarayon bo'lgan. Buni so'zlab kelsak, bu intayin uzun bir jarayon. Ammo biz yashagan mushu 20-asr insoniyat tarixidagi zo'r o'zgarishlarga, zo'r taraqqiyotlarga, shundaqla insoniyatning tarixi ilgirki har qanday davrga qaraganda tarix taraqqiyot qadami intayin tez bo'lgan. Mushundaq bir davr. Mushu davrda Uyg'urlar o'zining hayotida bir qancha qatimliq cho'ng muhojirat to'lqinini peshin kechirib o'tdi. Buning tunjisi sifatida Uyg'urlarning chet ellarda o'ltiraqlashish ham Uyg'ur to'pliqlarining shakllanishini biz 20-asrning 30-40 yillardagi tarixiy voqealar va mushu tarixiy voqealarning sababidan chet ellarga chiqib o'ltiraqlashish va bu joyda Uyg'ur jamoatining hosil bo'lishidan iborat mushu bir jarayonni biz eslab o'talaymiz. Bu Uyg'urlar hayotidagi 20-asrdagi tunji muhojirat to'lqini deyishga bo'ldi. Endi 30-40 yillarda nima uchun bizning bir qism xalqimiz, sarxillarimiz, siyosiy rahbarlarimiz va bir qism yuqori qatlamli kishilarimiz nima uchun vatandan ayrilib, chet ellarga chiqib o'ltiraqlashdi? Albatta buni o'rganish, ko'rish kerak.
30-40 yillardagi bizning vatanda yuz bergan zo'r tarixiy voqealar va bu tarixiy voqealarning ochiq sabablari, natijalari bizning bir qism sarxillarimizni o'zining vatanini tark etib, yot yurtlarda sarson sargardon bo'lib yashash qismatiga duchor qildi. Ya'ni 30-yillardagi milliy qutulish inqilobi, Uyg'urlar vatanining butkul bulung pushtoqlaricha kengaygan milliy qutulish inqilobi 31dan boshlangan inqilob 37-yilga kelganda turli sabablardan, ichki va tashqi sabablardan oxiri inqilob fojialik turda oxirlashdi. Inqilob oxirlashgandan keyin bu inqilobga ishtirok qilgan, qo'shilgan va bu jarayonda o'zining hassini qo'shgan tunji avlod Uyg'urlar o'zining hayotini saqlash va mushu davomni davomlashtirish uchun vatanni tashlab chet ellarga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Buning bilan tunji avlod Uyg'ur muhojirlar vatandan ayrilgandan keyin shu vaqtda oldi bilan vatan chegarasidan ayrilib Hindiston, yana shu chaqda Hindistondan Pokistonga ayrilib bo'lmoqda. Oldi bilan Hindistonning Kashmir rayoni bo'lgan, Kashmirdan Hindiston, undan keyin Afg'oniston va arab ellariga chiqib o'ltiraqlashgan. Bu kishilarning ko'pinchisi keyincha Saudiya Arabistoniga o'rtoqlashib, hozirgi Saudiya Arabistonidagi Uyg'urlarning dastlabki ota-bobolarini shakllantirgan. Endi mushu birinchi qatamliq muhojirat to'lqinda chiqib ketgan ko'p qism odamlar asos jihatdan 30-40 yillardagi milliy inqilobga qatnashganligi va o'zining hayotini saqlab qolish, chet ellarda vatan ichidagi inqilobning jarayonini davomlashtirish va siyosiy jihatdan da'vo elib berish uchun mushu maqsad bilan bular vatandan ayrilgan. Shunga 30-40 yillardagi Uyg'urlarning muhojiratdagi to'pliqlarning shakllanishi shu vaqtdagi bizning tarixiy realligimiz bilan intayin zo'r darajada bog'lanishliq. Endi bu Uyg'urlar 30-40 yillarda bir qismi Hindistonda, bir qismlari Afg'onistonda, yana bir qismi Turkiya va Saudiya Arabiston va boshqa arab davlatlarida o'ltiraqlashish jarayonida bular bir umr vatan uchun kurashgan, vatan uchun da'vo etgan va vatan uchun tirkashgan bo'lsa-mu, lekin keyingi mezgillarda 20-asrning o'ttir mezgillari, ya'ni 2-dunyo urushining oldi keyindagi xalqaro vaziyat va har xil sabablar tufaylidan bu insonlarimizning tirishchanligi 2-avlod kelganda yoki 3-avlod kelganda asta-asta unutilib qolish yoki tashlanib qolish girdoviga yetdi. Bugungi kunda biz bilamiz, Saudiya Arabistonda Uyg'ur deb qaralgan shunchalik ko'p insonlar va jamoatchilik bo'lsa-mu, ular 2-3-avlodga o'tgandan keyin o'zini davomlashtirish, ya'ni o'zining Uyg'urlik kimligini saqlash va vatan bilan bo'lgan aloqasini va vatan bilan bo'lgan har xil jihatdagi o'zining bog'lanishini saqlab qolish imkoniyati bo'lmaganligi uchun bugungi kunda Saudiya Arabistonidagi jamoatchiligimizning doirasi tariyib kichiklab ketdi. Endi mushu jamoatchilikning yana bir qismi yana Turkiyada o'ltiraqlashganlar. Ya'ni 49-yildan keyin Muhammad Emin Bug'ra, Eysa Yusuf Aliptekin qatorliq kishilarning yetakchiligida oldi bilan Hindistonga, undan Afg'onistonga, oxirida 51-52 yillarda Turkiyaga borgan necha ming kishilik bizning qarindoshlarimiz Turkiyaning Anatoliya rayonida, undan keyin Anqara, Istanbul qatorliq joylarda yerlashib, bu yerda o'zining hayotini davomlashtirib mangdi. Afsuski, keyingi yarim asrlik jarayonda turli sabablar tufaylidan birisi Turkiya bilan bo'lgan qon qarindoshlik turklar bilan, madaniyat jihatdagi o'rtaq diniy e'tiqod va boshqa nurg'un omillar tufaylidan Turkiyadagi qarindoshlarimiz o'zini saqlagan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan noyat tez holda Turkiyadagi turk jamoatchiligining yoki turk jamiyatining ichiga singib ketish intayin tez bo'ldi. Hozir xalqarada mushu muhojiratdagi Uyg'urlarni tadqiq qilgan, bizning vatandan ko'chib chiqqan Uyg'urlarni tadqiq qilgan bundaq olimlar maydon kelyotdi. Bu olimlarning tadqiqotlaridan qaraganda Shvetsiyada Ingvar Svanberg deydigan birisi bor. Bu kishi 80-90-yillarda Turkiyadagi mushu Uyg'ur va qozoq qarindoshlar, yana vatandan Turkiyaga kelib yerlashgan qozoq va Uyg'urlarni parallel holda selishtirib chiqarib, oxirgi yakun nima bo'lgan desa, Uyg'urlar qaraganda qozoq qarindoshlarning o'zini saqlashi nisbatan mukammalroq bo'lgan. Uyg'urlarning turk jamoatchiligining ichiga singishib ketishi qozoqlar qaraganda tezroq bo'lgan. Albatta buning turli sabablari bor. Bir qism sabablarni biz so'zlab o'tdik.
Chunki bu til yaqinligi, madaniyat yaqinligi, urf-odat yaqinligi, qondoshlik jihatdagi yaqinlik, diniy jihatdagi o'rtoqlik qatorliq nurg'un omillar Uyg'urlarning noyat tezlikda turk jamiyatining ichiga singib ketishni iborat mushundaq bir reallikni bizning ko'z oldimizga tashildi. Albatta buninglik bilan Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarning hammasi singib tugdi deganlik emas. Bugungi kunda 80-yillardan keyingi ishni ochib etish to'lqinida ma'lum fursatga erishgan Uyg'urlar o'qish uchun, tijorat uchun, o'ltiraqlash uchun va sayohat uchun Turkiyaga kelib, Turkiyadagi aslidagi Uyg'ur jamoatchiligining asosida Turkiyada hozir nihoyat zo'r ko'lamdagi Uyg'ur jamoatchiligini shakllantiryapti. Endi 80-yillardan keyin chiqqan qarindoshlarimizda universitetlarda, oliy maktablarda o'qigan, bilim saviyasidan yuqori, uningdan hozirgi dunyoda ko'p xil madaniyatlar bilan, ko'p xil imkoniyatlar bilan uchrashish mumkinchiligi bo'lganligi uchun navbatda Turkiyadagi Uyg'urlarning mayli madaniyat saviyasidan bo'lsin yoki boshqa jihatlardan bo'lsin, o'zini yo'qotib qo'yishi yoki turk jamoatchiligining ichiga singib ketishi burunga qaraganda nisbatan qadami ostildi yoki o'zini saqlashga bo'lgan ehtiyoji eshiyotidir. Bu bir yaxshi qadam. Albatta, Turkiyada yashagan ekan, Turkiyaning jamiyatiga qatnash kerak. Bir a'zo, bir girojdan sifatida Turkiyaning taraqqiyoti uchun o'zining hassasini qo'shish kerak. Ammo bu deganlik o'zini Uyg'urligini yo'qotib, bir butun singib ket yoki mushu qatlamning ichida erib ket deganlik emas. Agarda chatlarga chiqishimiz, muajiratda yashashimiz, singib ketish uchun, erib ketish uchun birinchi avlodni o'tib, ikkinchi avlod yoki uchinchi avlod kelganda bolalarimizni yo'qotish uchun bo'lgan bo'lsa, bundaq muajiratniki Uyg'urlar uchun hech qanday foydasi yo'q. Bu bir mag'lubiyatlik tanlash deyishga bo'ladi. Shuning uchun biz keyingi avlodlarimizni qo'g'day olamizmi? Saqlay olamizmi? Birinchi avlodni ikkinchi avlodga ulay olamizmi yo'q? Biz bugun o'tirib qo'yayotgan masala, biz shug'ullanayotgan bu da'vo. Bu narsani ikkinchi, uchinchi avlodga qanday qilib o'tkazib bera olamiz? İkinci avlodning davri kelganda bu ishlar qizg'andi yo'q. Agar mushundaq bir sharoitni biz birinchi avlod yaratmaydigan bo'lsak, bizning keyingi avlodlarimizning hammasiniki og'irlashimi, ham bu jarayonda bizning ketkizib qo'ygan butkul xatolik amaliyotda biz birinchi avlodning ustiga bo'ldi. Chunki chetlarga chiqib yashashni bizning bolalarimiz tanlamagan, biz tanlagan. Biz elib chiqdik. Ularning taqdirini biz o'zgartdik bu yerda. Shuning uchun agarda biz birinchi avlod ketkizib qo'ygan bo'lsak, buningdan keyingi chet ellardagi muajiratdagi hayotda hech qanday tasavvur, hech qanday narsa biz qo'llab qolmaymiz. Shunga qarindoshlar o'ylab boqaylik. Vatanda yashash, bir millat uchun o'zing vatanda, o'zing tupurg'ida yashash eng baxtli ish. Eng yaxshi ish, eng rohat ish. Ammo navbatdagi realligimiz bizga bundoq imkoniyatni bermadi. Shuning uchun biz yot tuproqlarga kelib o'ltiraqlash yo'lini tanladik. Bu tanlash bizdan bo'ldi. Mushu tanlashni qaror qilgan kundan boshlab har bir shaxs, har bir oila, har bir otanda ajoyib zo'r bir mas'uliyat bizning zimmamizga yuklangan. Ba'zi shaxslar buni his qilmasligi mumkin. Faqat o'zingizni o'ylab, balalaringizning sizdan keyin qolgan vaqtda o'zining Uyg'urligini yo'qotganligini, o'zining milliy engini, diniy engini, o'zining Uyg'urlik kimligini yo'qotganligini mushun tasavvur qilgan bo'lsa, hozir nurg'un insonlarimiz his qilganlar kechada uxlay olmasligi mumkin. Chunki bizning beshimizdagi mas'uliyat, zimmamizdagi mas'uliyat intayin og'ir. Biz bu yerda birinchi avlod bo'lish sifatimiz bilan bu jamiyat qatnashishimiz kerak, tilini o'rganishimiz kerak, qonunni o'rganishimiz kerak. Mushu davlatning bir a'zo sifati bilan ham Uyg'urligimizni saqlash, ham bu davlatga tegishli hassimizni qo'shishimiz kerak. Chunki bir inson har qanday bir yerda yashasangiz, shu zamonga, shu tuproqqa nisbatan sizda bir tuyg'u bo'ldi. Shu tuproqning sizga bir haqqi bo'ldi. Vatanda yashamadingiz, bu imkoniyatni sizga bu davlat berdi. Shunga bu davlatga sizning albatta hassangizni qo'shish imkoniyatingiz bor. Mas'uliyatingiz bor. Shunga mushu mas'uliyatni ado qilish jarayonida bizning duch kelgan masalalarimiz intayin ko'p. Chunki men boydab o'tdim, turk qarindoshlarning misolidan bo'lsak, bularning Yevropaga kelib o'ltiraqlashish, yashash hayoti bizga qaraganda necha yuz yil burun. Chunki turklarning Yevropaga kelishi Osmonli sultonligi davridan boshlangan. Necha yuz yillik tarixiy taraqqiyot jarayoni bor.
Bu jarayonda bular Yevropa madaniyati bilan uchrashgan, tajriba hosil qilgan, bu yerda qanday yashash, o'zini qanday saqlash qatorliq masalalar ustida bu qarindoshlarimizda yakkidak tajriba, yakkidak energiya bor. Lekin bizchi 15 yillik hayot bizga o energiyani berolmadi. 15 yillik reallik bizda bu jamiyatga to'liq moslashib, o'zimizning oilamizni qanday bir yo'l bilan, farzandlarimizni qanday bir ideologiya bilan tarbiyalash, saqlab qilishni iborat bunday bir tajribani bizga berishga ulgurolmadi. Unda qanday qilish kerak? Shuning uchun bizning birinchi qatorliq muhojirat to'lqinida bizga berilgan va bizning beshimizdan o'tgan bu tarixni aslab, bizning birinchi qatorliq muhojirat jarayonidagi yiqqan tajribamiz, ketkizib qo'ygan xatoliklarimizni har bir inson sovuqqonlik bilan o'ylab ko'rish kerak. Demak, bu birinchi qatorliq muhojirat to'lqini. Endi ikkinchi qatorliq muhojirat to'lqini biz bilamiz, mayda o'tagan yeshcho'lar meningcha bilishi mumkin. 1962-yili bizning vatanimizning İli va Cho'chak rayonidan nihoyat zo'r turkumdagi Uyg'ur jamoatchiligi shu vaqtdagi tarixiy sharoitning qisqishi bilan vatanni tashlab, sobiq Sovetlar ittifoqining O'rta Osiyo jumhuriyatlariga, jumladan Qozog'istonga muhojiratga hayotga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Bugungi kunda bu Uyg'urlarning soni ba'zida 100 ming deydi. Ba'zida 150 ming deydi. Ba'zida undan ko'p deydi. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar 62-yildagi ko'chish Uyg'urlarning 20-asrdagi eng chong Uyg'urlar hayotidagi voqealarning birisi. Bir millat 100 minglab o'zining tuprog'ini tashlab, yana bir tuproqqa ko'chib ketish bu undaq oson yuz beradigan ish emas. Agarda shu vaqtdagi tarixiy sharoit qistilmagan bo'lsa, shu vaqtda mushunda qiyin imkoniyatda bo'lmagan bo'lsa, bu insonlarimizning o'zining tuprog'ini tashlab ketishi mumkin emas. Kim xohlaydi? Kim o'zining yerida yashag'isi yo'q? 62-yildan keyingi bu voqeada İli Cho'chakdan 100 minglab xalqimiz O'rta Osiyodagi Qozog'iston tavasiga o'tib ketgandan Qozog'istonning oy dalalarida shu yerda o'zining egiligini qurish, Uyg'ur to'pliqlarini shakllantirish, nihoyat kuchli bo'lgan Rus madaniyati, ya'ni Rus bolsheviklarining artistik siyosati ostida o'zini qanday saqlash qatorliq masalalarda bu Uyg'urlarimiz duch kelgan jafo, mushaqqat, beshdan o'tgan kechirmishlar bugungi kunda biz eslasak, bu odamni ajoyib echindirdi. Har bir qatorliq cho'ng voqealarda Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi har bir qatorliq cho'ng tarixiy voqealarda bizning xalqimiz hamon shuning qurbonligi bo'lib keldi. Hamon badal to'lab keldi. Shuna o'zini o'zi yetaklab mangamagan, o'zini o'zi kontrol qilish mumkinchiligini yo'qotgan millat hamon badal to'laydi. Boshqalarning o'yinining qurboniga aylandi. Shuna 62-yildagi bu cho'ng ko'chishdan keyin garchi O'rta Osiyodagi Qozog'istonda Uyg'urlarning nufusi ko'payib, shu yerdagi yerlik Uyg'urlar bilan qo'shilgandan keyin nihoyat zo'r bir Uyg'ur jamoatchiligini shakllantirgan bo'lsa-mu, ammo bu jarayonda bizga nihoyat ko'p tajriba saboqlarni qoldirib tashlab ketdi. 91-yili sobiq Sovetlar ittifoqi 21 yilgacha bo'lgan jarayon qaraydigan bo'lsak, bu Uyg'urlarimizning yerimdan ko'pragi o'zining ona tilini yo'qotdi. Ideologiya jihatdan o'zining milliy kimligi va diniy kimligidan tog'ansir yiroqlashib, Sovet Rossiyasi yaratgan o'rtaq bir kommunistik ideologiyaga markazlashgan mushundaq ahvollar yuz berdi shu vaqtda. 91-yili tarixda zo'r o'zgarish bo'lib, Sovet ittifoqidan iborat bu imperiya yemirildi. Uning ichidagi 15 ittifoqdosh jumhuriyat o'z oldiga mustaqilligini e'lon qilib, o'zining davlatini qayta qurib chiqdi. Bunun bilan O'rta Osiyodagi Uyg'urlar yana bir cho'ng tanlashga duch keldi. Chunki mayli qozoqlar bo'lsin, o'zbeklar bo'lsin, qirg'izlar bo'lsin, o'z vaqtida ittifoqdosh jumhuriyatni qura olganligi uchun yoki Ruslarning qo'li bilan ittifoqdosh jumhuriyat huquqiga erishganligi uchun bular avtomatik holda o'zining milliy davlatlarini qurib chiqdi. Ammo Rus bolsheviklarining yoki Sovet ittifoqining kontrolligidan qutulgan boshqa millatlar qatorida Uyg'urlar qutulgan bo'lsa-mu, ammo Qozog'iston tavasidagi, O'zbekiston tavasidagi Uyg'urlar yana bir qiyin tanlashga duch keldi. Chunki shu davlatda yana asosiy iqlim bo'lmadi, yana boshqalarning hukmronlik ostidagi bir osonlik millat sifatida shu yerda yashashga majbur bo'ldi.
texmi echinarligi shuki, Farg'ona vodisida 1920 yildan toki Sovet ittifoqi yemirilgacha bo'lgan jarayonda bizning 100 minglagan Uyg'urlar Farg'ona vodisi bo'pmi O'zbekistonning har qaysi joylarda yashagan bo'lsa-mu, ammo o'zbeklar bilan nihoyat yaqin munosabatda bo'lganligi, tilining yaqinligi, ya'ni 90% dan ortiq til aloyligining o'xshaydiganligi, turmush otining o'xshaydiganligi, psixik holatining o'xshaydiganligi va boshqa sabablar tufaylidan o'zbeklarning ichiga singishib ketdi, erib ketdi. Albatta bu Uyg'urlarning o'zini tanlash emas, shu vaqtdagi O'zbekistonning siyosati bilan munosabatli. Yana bir tarafdan shu vaqtdagi o'zbeklardagi cho'ng millatchilik tufaylidan, ya'ni pasportga har bir Uyg'ur, balki Uyg'ur degan o'zining millatini emas, O'zbekistonda yashaganligi uchun O'zbek degan nom bilan tizim chiqib majbur bo'ldi. Buning bilan 70 yil o'tmayla O'zbekistondagi 100 minglagan Uyg'urlar asos jihatdan hukumat o'rinlarida Uyg'ur degan bir etnik turkumning bo'lganligi haqida buning soni bag'ansira ozayib, O'zbekistondagi o'zining siyosiy, madaniyat va boshqa jihatdagi o'rinlarni asos jihatdan yo'qotish girdog'i bordi. Lekin Qozog'istonda azaldan yerlik o'ltirlashgan, ya'ni taranchilab atilgan Uyg'urlarning bo'lganligi, ya'ni asosiy eqimning bo'lganligi 62 yildagi ko'chishdan keyin 100 minglagan Uyg'urlarning ko'pinchisining Qozog'istonga borganligi sababli Qozog'istonda Uyg'urlar markazlik o'ltirlashgan. Bo'libmi Olmaotada o'ltirlashgan Uyg'urlar Qozog'istondagi Uyg'urlarniki shu o'zini saqlash jihatda nihoyat zo'r rollarni o'ynagan. Shunga bugungi kunda O'rta Osiyo Uyg'urlari deganda, O'rta Osiyo Uyg'urlarining asosiy gavdasi Qozog'iston markaz qilgan. Shunga bugun O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning sadosi faqat Qozog'istonda asos qilgan holda, Qozog'istonda bor, Qirg'izistonda bor Uyg'ur jamoatchiligi bor, O'zbekistonda bor Uyg'urlar yana tirishchanlik ko'rsatyapti. Ammo burunga qaraganda soni nihoyat ozayib, o'zining 30, 40, 50 yillardagi Uyg'urlarning holatidan xilil yiroqlab ketdi. Demak bu ikkinchi qatamliq muhojirat, ya'ni 60-yillardagi vatandagi 100 minglagan Uyg'urlarning Sovet ittifoqiga ko'chib ketishi bilan kelib chiqqan bu muhojirat to'lqini va bu muhojirat to'lqinining ochiq savoqlari. Bu ikkinchi qatamliq jarayon. Endi uchinchi qatamliq jarayon o'tsa, uchinchi qatamliq jarayonga mana biz bunga shohid bo'lyapmiz. Bu yerda o'tag'an har bir qarindoshlarimiz uchinchi qatamliq Uyg'ur muhojirat to'lqinining bir a'zosi sifatida bu yerda o'tiryapmiz. Bundan 30 yil ilgari agarda Gollandiyaning har qanday bir yerida 20 Uyg'ur yig'ila olgan bo'lsa, bu Yevropadagi ajoyib cho'ng bir ish bo'lgan bo'ladi. Hech kim tasavvur qilmagan. Bu yerda o'tag'an hech kim o'zining kunlarining birida vatanni tashlab Gollandiyadagi Mushiyada, Gollandiyaning shaharlarida, rayonlarida yashaydiganligini balkim bu yerda o'tag'anlar hech kim o'ylab baxman bo'lishi mumkin. Lekin bizning taqdirimiz, iroda buyruq oxiri bizni bu yerda vatanni elib chiqib, bu yerga yerlashtirdi. Hozir hammanglar Gollandiyadan iborat Yevropadagi demokratik sistemaga ega bir davlatning a'zosi bo'lib bu yerda yashayapsizlar. Demak, Gollandiyaning o'zidan bizning 3-qatamliq muhojirat to'lqini elib kelgan reallik va bu reallik jarayonida Uyg'ur jamoatchiligining mushunday bir kichik davlatda mushuncha Uyg'urning uyushib, birga kelib, bugun bu yerda Uyg'ur tili bilan, ona tili bilan Uyg'ur masalasi haqidagi bir leksiyani anglashining o'zi bir odatdagidek ishlar qismi, lekin buning qimmati, ahamiyati intayin. 3-qatamliq muhojirat to'lqinida, ya'ni 80-yillardan keyin vatanda yuz bergan bir qism o'zgarishlar va bu jarayonda qo'lga kelgan kichikina imkoniyatlar natijasida nihoyat zo'r turkumdagi bizning jamoatchiligimiz har xil yo'llar bilan, o'qish yo'li bilan, so'z tijorat yo'li bilan, sayohat yo'li bilan yoki ko'chmanchilik yo'li bilan oxiri Yevropaning, Amerikaning, Avstraliyaning va boshqa dunyodagi boshqa allarda o'ltiraqlashga boshladi. 80-yillarda tunji bo'lib Uyg'urlarning muhojiratdagi to'pligi oldi bilan Avstraliyada shakllandi. Ya'ni 80-yillarning boshida kelgan 70-yillarning oxirida o'z davrida vatandagi Tatar, O'zbek, undan keyin bir qism Uyg'ur jamoatchiligi shu vaqtdagi kelgan ozroq bir fursatda bularning ko'pi turli yo'llar bilan Avstraliyaga borib o'ltiraqlashgandan keyin Avstraliyada, ya'ni Avstraliyaning har qaysi shaharlarida asta-asta bular ko'payib, bugungi kunda Avstraliyaning cho'ng shaharlarida Uyg'urlarning xeyli zo'r ko'lamdagi jamoatchilik shakllandi.
Yaqinqi xabarlarga qaraganda, Avstraliyaning Adelaide degan shahrida yana bir necha yuz Uyg'ur jamoatchiligi bu shaharda bir ma'lum o'tirishib, o'zining jamoat masjidlarini qurib, Uyg'ur tilidagi maktablarini qurib, bularning mushundoq bir jamoatchilik shakllanganligi haqida yaxshi xabarlar bo'lyapti. Demak, Uyg'urlarning 3-qatamliq muhojirat to'lqinida eng dastlabda Avstraliyada bizning jamoatchiligimiz shakllandi. Undan keyin 85-yildan keyin turli yo'llar bilan Yevropadagi har qaysi davlatlarga, Amerikaga, Yaponiyaga, Kanadaga va boshqa ellarga yerlashish, o'ltiraqlashish to'lqini yuz berdi. Bu jarayonda hozir Yevropadagi har qanday bir davlatga qaraydigan bo'lsak, bu Yevropadagi asosiy davlatlarga qaraydigan bo'lsak, masalan, Germaniyada dastlabda Uyg'urlarning jamoatchiligi maydon kelib, Myunxenda asos qilgan Uyg'ur jamoatchilik to'pi Germaniyada shakllandi. Undan keyin shu Belgiyada, Gollandiyada hozir to'liqsiz ma'lumotlar qaraganda ba'zida 1000 deydi, ba'zida 1.5 deydi, ba'zida 2000 deydi. Mush atrofda Uyg'urlarning Gollandiyada yashayotganligi ma'lum. Belgiyada 1000dan ortiq Uyg'ur jamoatchiligining yashayotganligi ma'lum. Undan boshqa Shimoliy Yevropada Uyg'urlar markaziy yerlashgan davlatlarning biri Shvetsiya, yana biri Norvegiya. Undan boshqa Yevropadagi boshqa davlatlarda har holda unchalik ko'p bo'lmasa-mu, kichik ko'lamdagi Uyg'ur jamoatchiligi shakllanyapti. Buni qanday tushunamiz deganda, boshqa davlatga berib o'ltiraqlashib, u yerda yashash unchalik yomon ish emas. Chunki bu hozirgi dunyoning bir xil tanlashi. Hozirgi dunyoning bir eqimi. Dunyoda o'zining davlati bo'lgan, o'zining madaniyati bo'lgan nurg'un millatlarning ichida, ya'ni o'zining davlatini tashlab, tuprog'ini tashlab, boshqa ellarda yashaydigan bunday holat hamma millatda bor. Yana kelib, biz Uyg'urlar bu jihatda eng orqada qolgan, vaqt jihatdan eng keyinda qolgan bir xalq. Shuning uchun buningki kim bu imkoniyat bo'lsa, o'qish va boshqa saatlar tufaylidan chet ellarga chiqib o'qib, Uyg'urlarning jamiyat to'pliqlarini shakllantirishning o'zi yana ma'lum nuqtadan aytganda, bu yana Uyg'urlar uchun, yana vatan uchun. Chunki vatanda yashaydigan imkoniyat bo'lmadi, erkin yashash imkoniyatini sizga bermadi. Albatta, xohlagan bir yerda erkin yashash huquqiga erishishingiz kerak. Ammo bu jarayonda bu yerga kirib erib ketish emas, balki bu yerdagi yashash faoliyatingizning har biri vatandagi mushi iqlimga moslashish kerak. Shuningdek, uningkin o'zingizning bir Uyg'ur farzandi bo'lish majburiyatingizni ado qilgan bo'lsiz. Shunga biz bugun temamizning birinchi nuqtasi bo'lgan mushu muhojirat yoki xalqarodagi ataliq bo'yicha aytganda diasporadagi Uyg'urlarning qisqacha g'arb davlatlariga ko'chish, o'ltiraqlash tarixi mush 3 qatamliq to'lqin bilan munosabat. Endi bu yerda ta'kidlaydigan yana bir tema nima desa, biz pay so'zlab o'tdik. 3 qatamliq muhojirat to'lqindan keyin, bo'libmi 3-qatamliq to'lqindan keyin bu yerda bizning jamoatchiligimiz maydon keldi dedik. Undaqda bu jamoatchiligimizningki ahvoli zor qandoq? Bu yerdagi Uyg'ur to'pliqlaridagi aloyilligini qandoq tushunamiz? Masalan, bu yerdagi shu mehmon davlatda bir yerlik Gollandiyalik sizdan bu yerda qanchalik Uyg'ur bor? Ularning nufuslari qancha? Sizlarning turmush usullari qandoq? Sizlar qandoq bir millat? Sizlar nima uchun Gollandiyaga kelib yerlashgan? Sizlarning yashash programmanglar, yashash g'oyanglar, maqsadinglar qandoq deb qolgan vaqtda bunga darhol bir javobni qaytarish nihoyat tez keladi. Chunki chet ellarda butkul Uyg'urlar duch kelayotgan cho'ng masala nima desa, o'zining kimligini mehmon davlatdagi boshqa garajlarga tushuntirib bo'lolmaslik bizning hozir duch kelayotgan hamma Uyg'ur duch kelayotgan bir masala. Hatto ko'pincha odam mendan mushun so'rmas ekan degan narsani umid qilgan bir holat kelganlar bor. Nima ish deganda o'zimizni tushuntirish bakmi tas, bakmi qiyin. Dunyoda hech bir millat sen kim deganda bir og'iz so'z bilan turk deydi, turk haqida bularning tushunchasi va uqum bor. Hatto kichikgina Kosovodan kelgan bir xalqmi o'zini men Kosovolik desa, bu yerdagi har qanday bir xalq to'pliq tushunish mumkin. Lekin Uyg'ur deganni tushunamdi. Uyg'ur deysiz tushunmaydi. Uning keyindan musulmon deysiz. Musulmon bo'lsa qaysi millatga mansub deydi. Nereden keldin deganni qanday tushundirsizlar? Shuning uchun albatta bu yerda yashagan ekanmiz, bu yerning tilini o'rgandik, qonunni o'rgandik, sistemasini o'rganyapmiz. Ammo o'zimiz haqida bir narsa bilish kerak-da albatta. Shuning uchun tuanda men qisqacha qilib
muaciratda yashayotgan Uyg'ur to'pliqlarining bir qancha alayligini sizlarga ta'kidlab ketmoqchi. Chunki 15 yil ichida biz boylab o'tgan Germaniyadagi, Gollandiyadagi, Belgiyadagi, Shvetsiyadagi, Avstraliyadagi, Kanadadagi va Amerikadagi Uyg'urlar o'z oldiga bir jamiyatni, bir to'pliqni, bir ijtimoiy holatni shakllantirdi degan bo'lsak, 15 yilning ichida bizning o'zimizning alaylik shakllandi. Dastlabki alayligi. Masalan, bizniki muaciratga mush to'pliqlar Uyg'ur to'pliqlariniki alaylik deganda men oldi bilan mundaq bir nuqtani o'yladim. Birisi muaciratdagi Uyg'ur to'pliqlarining maydon kelishining hammasining bir siyosiy oq ko'rinishi bor. Ma'lum siyosiy oq ko'rinishiga. Bu oq ko'rinish nima desa, yana bizning vatanda duch kelgan bizning siyosiy realligimiz, bizning chet ellarda Uyg'ur to'pliqlari yoki Uyg'ur jamoatchiligining shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan, buni qistigan, buning rol o'ynagan eng cho'ng bir oq ko'rinish deyishga bo'ldi. Shunga boshqa millatlarga o'xshagan holda, masalan, Turkiyadan kelib Yevropada o'ltirishgan turklarning ko'pinchisi qanday sababsa, masalan, kurdlar bo'lganda bular siyosiy sabab deyish mumkin. Yoki hech bo'lmaganda kurdlarning o'zini tushuntirish bo'yicha. Ammo turk grajdanlari uchun Turk grajdanlarining hammasi siyosiy sabab bilan Yevropa davlatlari kelgan emas. Chunki ularning vatani bor, tuprog'i bor, o'zining madaniyati, yurt joyi bor. Ammo 60-70 yillardagi Yevropada sanoatning ushqandek taraqqiy qilishi nihoyat zo'r darajada emgak kuchidan iborat bu ehtiyojni to'ldirgan. Bu ehtiyoj jarayonida Turkiyadagi turklar, turkumollar Yevropaga kelib o'ltiraqlashib, bu yerda bir emgak kuchi hisobida bu yerga kelib o'ltiraqlashgan. Shunga agarda turklarning shakllanishini bir xil emgak kuchining ehtiyoji sababidan bu yerga kelib o'ltiraqlashgan desak, Uyg'urlarni buning bilan o'xshash nimada o'lchigida bo'lmaydi. Chunki bizning alohida hozirgi tarixiy sharoitimiz, hozirgi siyosiy vaziyatimiz, hozirgi realligimiz bizga siyosiy sabablarning bizning chet eldan chiqib, vatandan chiqib chet ellarda o'ltirishimizga ta'sir ko'rsatgan bir omil. Ya'ni oq ko'rinishdagi omil. Bu bir alaylik. Ikkinchi alaylik nima desa, Yevropa, Amerikadagi Uyg'urlarniki jamoatchiligining, muaciratdagi Uyg'urlar to'pining jamoatchiligining shakllanishida bundaq ikki manba bor. Ya'ni kelish manbasi ikki manbadan shohlagan. Bularning eng chong manbasi albatta shak shubhasizki vatan. Chunki vatandagi bizning jamoatchiligimizning ichidan imkoniyati bo'lganlar har xil yo'llar bilan Yevropadagi va boshqa davlatlardagi allar kelib o'ltiraqlashib o'zimizning bu yerdagi jamoatni shakllantirdi. Endi ikkinchi manbasi nima deganda, ikkinchi manbasi O'rta Osiyo davlatlari. Jumladan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va boshqa davlatlardagi Uyg'urlarning Yevropa va boshqa joylarga kelib o'ltiraqlashishi. Shunga bugungi kunda Yevropadagi Uyg'ur jamoatchiligi nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'pincha vatandan kelgan Uyg'urlar oldin ayrim o'z oldiga bir to'p, O'rta Osiyo Uyg'urlari o'z oldiga ayrim bir to'p bo'lib shakl yashaydigan mundaq bir holat bor. Ko'p ta'kidlanishlar bo'ldi. Hammasi Uyg'ur bo'lgandan keyin o'rtaq ishlarda bir yakilayli, birlikda o'tayli deb ta'kidlansa-mu, lekin oq ko'rinish o'xshamonligi, madaniyatda yashagan muhit o'xshamonligi, har ikki taraf yashagan Uyg'urlar o'xshamagan tillarning, o'xshamagan madaniyatlarning, o'xshamagan ideologiyalarning ta'sirida yashaganligi uchun bu yerga kelgandan keyin-mu, garchi hammamiz o'rtaq Uyg'ur bo'lsak-mu, bu ikki manbadan kelgan Uyg'urlarning o'rtasida yana farq bor. Ko'z qarashda farq bor, psixologiyada farq bor, madaniyat tipida, urf-odatda, tamoq va boshqa nurg'un jihatlarda ma'lum araliq bor. Shunga chet ellardagi, jumladan Yevropadagi Uyg'ur jamiyatlarining kelish manbasi yana vatan bilan O'rta Osiyodan iborat bu ikki xil manbadan kelganligi-mu yana bir alaylik. Endi uchinchi alaylik nima desa, uchinchi alaylik Yevropadagi Uyg'ur jamiyatlarining jamoatchiligining yashash oltining intayin tarqoqligi. Navada Yevropadagi yoki Yevropa ittifoqining ichidagi Uyg'urlar faqat ma'lum bir davlatda markazlashgan bo'lsa edi, bizning jamoatchiligimizning shakllanishi yoki o'zimizni to'ntirish, o'zimizning masalalarimizni hal qilish intayin oson tushgan bo'ladi. Vaholanki undaq emas. Bayman deb o'tgandek, Yevropadagi cho'ng kichik nurg'un davlatlarda, Amerikada, Kanadada va boshqa davlatlarda Uyg'urlar intayin tarqoq holda joylashdi, jamoat shakllandi.
Hatta bugün kunda Tinch okeandagi Bermuda taqim orollaridan tortib, hatto biz nomini anglab boqmagan kichik yerlargacha Uyg'urlarning qadam izlari, oyoq izlari tepilgan bo'ldi. Ko'proq o'ltiralashgan davlatlarda agarda bozorga yoki ko'chaga chiqqan vaqtda Uyg'urlar uchraydigan bunday bir imkoniyat keldi. Lekin bu imkoniyat bir davlatning ichida emas. Bir rayonda emas, bir shaharda emas. Uyg'urlar dunyoning joy-joylariga, chet eldagi Uyg'urlar xuddi qumdek tarqalib ketdi. Endi 15 yil o'tgandan keyin bugungi kunda qayta his qilyapmiz. Har qanday bir shaxs, bir Uyg'ur degan bir shaxs shaxsiy, ya'ni individual holatda o'zining mavjudligini saqlab qola olmaydi. O'zi ayrim bir yerda boshqa Uyg'ur bilan aralashmay yashagan Uyg'ur hamon singib ketadi. Ballarni texim qutqizolmaydi. Bu bir intayin bizga ko'rinib turgan bir reallik. Chet ellardagi Uyg'urlarning o'zini saqlashi faqat jamoatchilik ichida bo'ldi. Uyush orqali bo'ldi. Shuna 15 yil o'tgandan keyin biz qaytadan Uyg'urlarning jamoatchilik bo'lib shakllanishi, uyushi, to'pliq ichida uyushning, yashashining qanchalik muhim ekanligini biz his qilyapmiz, bilyapmiz. Shuning uchun chet ellardagi muhojiratdagi Uyg'urlarning, Uyg'ur to'pliqlaridagi aloyiligining, yana tarqoq degan aloyiligini biz bundan keyin texnik zo'r imkoniyat ichida bir joyga yig'ilish yoki hech bo'lmasa bir davlatdagilarning yoki har xil amallar bilan ma'lum bir rayonga mahalliy shakllantirish yoki jamiyat sifatida uyushish, jamoatchilik hosil qilish bu bizning keyingi hayotimizga nihoyat zo'r bir tanlash bo'lishi kerak. Endi yana bir aloyilik kelsak, yana bir aloyligi. Garchi biz chet ellardagi Uyg'urlarni tarqoq o'ltiroqlashdi degan bo'lsak-mu, cho'ng jihatdan tarqoq, ammo kichik jihatdan uyushish holatini shakllantiryapti. Misol uchun har bir davlatda shu davlatning ma'lum cho'ng shaharlariga yoki cho'ng rayonlarga to'plashib yig'ilishdan iborat bir signalni biz ko'ryapmiz. Misol uchun Turkiyani aytsak, Turkiyaning Istanbuldagi Zaytun burni 50-yillardan boshlab Turkiyaga kelib o'ltirishgan Uyg'ur qarindoshlarning tirishchanligi ostida bugungi kunda Zaytun burnida har holda Turkiyadagi bir markaziy Uyg'ur jamoatchiligi o'ltirishgan bir rayon borliq kelyapti. Shunga bugungi kunda nurg'un kishilar Turkiyadagi Uyg'urlar degan vaqtda Zaytun burni ko'pincha ko'z oldimizga keladi. Demak, bu bir yaxshi yuzlanish. Garchi tarqoq yashagan bo'lsa-mu, keyin har xil yo'llar, har xil sharoitlar, har xil omillar orqali ma'lum bir joyga yig'ilish, o'ltiroqlashish. Undan masalan, Germaniyaning Myunxen. Germaniyaning hamma shaharlarida Uyg'urlar tepilsa-mu, hamma shaharlarda Uyg'urlarni uchratqili bo'lsa-mu, ammo Myunxen Uyg'urlarning Yevropadagi eng chong jamoatchiligi to'plashib o'ltiroqlashgan bir joy deyishga bo'ldi. Shunga nurg'un faoliyatlarimiz bo'lmoqda. Bunda to'plashib o'ltiroqlashgan joylardagi faoliyatlar nihoyat yaxshi bo'ladi, jamoat yaxshi uyushadi, hamda bolalarimizni to'plab maktab ochish, bir jamoat masjid atrofida uyushish, o'zining milliy, diniy aloyliklarni saqlash, bu jihatda albatta jamoatchilik kerak. Undan keyin men o'zim turayotgan Shvetsiyani aytsak, Shvetsiyaning bir o'xshamaydigan yeri Yevropadagi boshqa davlatlarga. Shvetsiyadagi hozir ta'kidlayotgan yana 1400 davotdi, ba'zi 1,5 ming davotdi. Mo'shunchalar ko'p Uyg'urning 90% dan ortig'rog'i yana poytaxt Stokgolmga yig'ilgan. Bundaq bo'lishi bir tarafdan Uyg'urlarning o'zining tanlashi, xolishi, umidi bo'lsa-mu, yana bir tarafdan Shvetsiyaning davlat sistemasi yaratib bergan afzal imkoniyatmi buningga sabab bo'lgan. Shunga har qanday bir Uyg'ur ruxsat chiqqandan keyin oldi bilan o'ylashadigan Stokgolmga ko'chib kelib, bu yerga Uyg'ur jamoatchiligiga qatnashish, Uyg'urlar bilan birga yashash. Shunga hozir ikki jamiyatning tarkibida Uyg'urlar 90% to'plashganligi uchun, masalan, bir cho'ng faoliyat bo'lganda, faqat 1 soatning ichida ularning yig'ilish imkoniyati bor. Bir shaharda bo'lganligi uchun. Shunga bu cho'ng jihatda tarqoq bo'lsak-mu, ammo kichik jihatda bir xil uyushish yoki jamoatlashish holati bizda ko'rilyapti, paydo bo'lyapti. Men boy so'zlab o'tgan, masalan, Avstraliyaning Adelaide shahri. Shunga bundan keyingi bizning hayot musofimizda bir savol tug'ildi bizning oldimizga. Bütün imkoniyatlarimiz bilan
Bundan keyin şunga tirishchanlik ko'rsatsak, buning unumini ko'rgil bo'lamdi yo'q. Bo'lamdi yo'q. Chunki biz bu masalalarni hal qilishda Uyg'urlarning o'zila bu masalani hal qilib ketishimiz biz uchun intayin qiyin. Chunki bizning jamoatimiz oz, sonimiz oz. Bu jihatda biz eng oldi bilan turk qarindoshlardan o'rganish kerak. Turk qarindoshlar qanday yo'l bilan nagina bo'lsa oldi bilan o'zining jamoatchiligini shakllantirgan, masjidni qurgan, shu masjidning atrofiga jamoatchilikni yig'gan, o'zining ona tillarini, ona til maktabini ochgan, bu orqali turk jamoatchiligini o'zining madaniyat sistemasi ichida tuttirgan holatda. To'lagin Amsterdamda bir cherkovni masjid qilib o'zgartgan bir nimani ko'rdik, masjidni ko'rdik. Demak, bu Yevropadagi kimni anglasa hayron qolarlik bir ishda Yevropaning muhitida xristianlarning cherkovsini bir masjid holatiga kelib, turk jamoatchiligi buni masjid o'rnida ishiltish. Demak, imkoniyatsiz ish bo'lmaydi. Bu jihatda turk qarindoshlarning shunday qilib izlanib kichikgina yo'chiq topsimi, shu yo'chiqdan foydalanib qanday qilib o'zini saqlab qolish, o'zini taraqqiy qildirish, mushu asos jamiyatning qatlamiga, eqimiga qatnash bilan bir vaqtda, ya'ni o'zini saqlash jihatdagi tirishchanligini cho'qim o'rganish kerak. Shunga Yevropadagi nurg'un Uyg'urlar, Turkiya turgan yoki turkcha o'rgangan Uyg'urlar oldi bilan turk jamoatchiligi bilan aralashib, ulardan nurg'un tajriba savoqlarni o'rganib o'tdi. Jamiyatlarmi turk qarindoshlar qurgan jamiyatlarning yordamlari bilan nurg'un ishlarni olib berib o'tdi. Shunga bundan keyingi jarayonda masalan shu jamiyatlar, undan keyin shu ziyolilar, sarxillarimiz, bundan keyingi jarayonda biz qanday qilib imkoniyatlardan foydalanib, amal va Uyg'ur jamoatchiligini ma'lum bir joyga imkoniyatning boricha yig'ish, to'planish, o'rtaq bir joyda yashash. Bu xil imkoniyatni qo'lga keltiradigan bo'lsak, bundan keyingi muhojiratdagi Uyg'ur masalalarining hal bo'lishi va keyingi avlodlarimizga bir makon, o'zini saqlab qolgan bir imkoniyat qoldirishimiz mushu nuqtada intayin muhim. Shu 15 yil jarayonida bizning jamoatchiligimiz shakllanadi desak, ham bundan keyingi jarayonda biz buningga bir sharoit, imkoniyat izlashimiz kerak. Endi oxirdagi bir nuqta mushu muhojiratdagi Uyg'ur to'pliqlariga jamoatchiligidagi yana bir alayligini nima desa, garchi dunyoning har qaysi joylariga teriqdak chechilib ketgan bo'lsak-mu, lekin bizni bog'lab turadigan hozir dunyoda zamonaviy media bor, internet bor. İnternet to'ri hozir bizni xuddi bir joyda yashayotgandek bir-birimizga bog'lab turyapti. Shu vatan sirtida Uyg'urlarning yuzlagan to'r betlari bor. Radio va boshqa media turlari bor. Uyabiyada chiqayotgan to'r jurnallari, to'r gazetlari bor. Shunga bugungi kunda meningcha Uyg'urlar internet to'ridan iborat hozirgi zamonaviy taraqqiyot olib kelgan bu imkoniyatdan Uyg'urlar foydalanyapti. Bu jihatda biz keyin qolmadik. Bundan keyin dunyoning har qaysi joylariga chechilib ketgan mushu Uyg'urlar o'zimizning jamoatchiligini shakllantirish jihatda o'zimizning davlatida yoki o'zimiz yashayotgan rayonda bir imkoniyat topamsak, internet to'ri orqali bizga qo'shni bo'lgan ellardagi yoki boshqa ellarda yashayotgan Uyg'urlar to'plagan bu imkoniyatlardan, tajriba savoqlardan o'rganish kerak. Shu menimcha bundan keyin bizning taraqqiyotimizda internet yanada muhim rol o'ynaydi. Tashviqot. Birisi o'zimizni tonishtirish, yana birisi Uyg'urlarning o'z duch kelayotgan masalalarni o'zining tashviqot, o'zining internet to'ridagi batlari va boshqa yo'llar bilan o'zimizning masalalarimizni hal qilish. Shuning uchun Uyg'urlarning muhojiratdagi shu internet dunyosi shakllandi deyishga bo'ldi dastlab qadamda. Bundan keyin albatta buni rivojlantirib, mukammallashtirish kerak. Bu bizim keyingi mavjudligimiz va taraqqiyotimiz uchun intayin muhim. Bu hamda muhojiratdagi Uyg'ur to'pliqlariniki qisqacha bir qancha alayligini deb o'tdim. Albatta vaqt munosabati bilan hammani bu yerda sharhlaylik bo'lmaydi. Endi undan keyingi bir tema nima desa, muhojiratdagi Uyg'urlarning bugungi masalalari yoki bugungi holati. Biz hammamiz g'arbdagi har qaysi davlatlarda yashash jarayonida
bu yerdagi muhojiratdagi hayotning ta'mini tetib ko'rdik. Ondan sizlar vatandagi to'rbatlari va vatandagi shu yoshlarimiz, bizning xalqimizning talash tortish qilayotgan temalari, bular ustida biz o'qigan vaqtda vatanda yanla intayin zo'r darajada bu ota-onalarda bolalarini chet elga chiqarib etish yoki chet elga chiqib ketishdan iborat bir to'lqin hozir qadar vatanda avjayotganligini biz ko'ryapmiz. Masalan, sizlardan so'rash mumkin. Sizlar yashayapsizlar, mening bolam o'qisa, u bo'lsa, bu bo'lsa deb nurg'un hammanglar duch kelgan masala bu. Masalan, sizlar qanday javob bersizlar? Ba'zilaringlar chiqsa yaxshi, bolalarni bir amal qilib chiqarish kerak deb javob berishinglar mumkin. Yana ba'zilaringlar bu yerdagi hayotning ochiq tushigini tetiganligini uchun, bu yerdagi yolg'izchilik, tanochilik va bu jihatda shakllangan psixikadagi buzilish, ilgari vatanda his qilmagan bir qism nuqtalarning muhojiratdagi hayot jarayonida bu nuqtalarning oshkorlanishi, chet eldagi Uyg'ur jamoatchiligining ichidagi ikki qismdagi ixtiloflar, kurashlar, bu sababdan ba'zilaringlar yo'q, vatanning ichi yaxshi, chiqmasin deb javob berishinglar mumkin. Shunga bu bugun bu yerda bu to'g'ri, bu xato deb ayirib o'tish intayin bir qiyin bir masala. Bunga javob berish uchun oldi bilan bu yerdagi jamoatchiligimizning ruhiy holati, kayfiyati buni tushunish kerak. Masalan, biz hozir qanday holatda? Nurg'un davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarimiz garchi jismonan o'z vatandan ayrilib, bu tuproqda yashayotgan bo'lsa-mu, hatto qo'liga bu yerdagi davlatlarning pasportini olib, bu yerning garajdani bo'lgan bo'lsa-mu, meningcha ularning ruhi vatandan ayrilib yuradi. Chunki bizning bu yerga chiqqan vaqtimiz intayin qisqa. Bunun zo'r sababi nima desa, bu Uyg'urlar bir jamoatchilik ichida yashamaganligi uchun har vaqt Uyg'urlarni sevganimiz. Chet elda Uyg'ur sevganmaydigan Uyg'ur yo'q desam ishonmayman. Bir-birimizni bak yaxshi ko'rganligimiz uchun, sevganligimiz uchun bir-birimizni baklab chiqib olamiz, ishlab olamiz. Menimcha ziddiyat nimadan chiqdi desa, bir-birimizni bak sevganligimiz, yaxshi ko'rganligimizdan chiqyapti. Uyg'urni sevganib turib, nima uchun Uyg'urni tishlaymiz? Vatanni sevganib turib, vatanning sevginishini bu yerdagi Uyg'urlarni qondirib, besib turib, yana nima uchun bu millatga o'shib qolamiz? Bu tushuntirish nihoyat qiyin bo'lgan bir psixika. Men ko'p o'ylandim. Bu psixika yolg'iz Uyg'urdami bormi? Boshqa millatlardan bormi yo'q? Ama ko'p izlanish, ko'rish jarayonida, boshqa millatlar bilan selishtirish jarayonida men bu xil holatning faqat Uyg'urlar emas, balki dunyodagi ko'chman bo'lgan nurg'un millatlarda borligini his qildim. Shunga qarindoshlar, bu faqat bizniki masala emas, bizniki hodisa emas. Vatandan ayrilgan kuningizni boshlab, siz psixik jihatdan, ma'lum jihatdan ilgirki vaqtdan o'zgarib ketdingiz. Bugungi dunyoda, bugungi yer sharlashgan dunyoda 100% normal odam qolmadi. Chunki bugungi taraqqiyot, bugungi turmush ritmi, bugungi besim insonlarni o'zining 100 yil ilgariki psixik holatidan zo'r darajada chatlashtiryapti. 100 yil ilgari bir mahallada, bir jamoatchilik, bir qo'lim qo'shning ichida o'zaro tamoq sunishib o'tgan insonlar Yevropalikning burungi ajdodlarimiz shundoq. Ama 100 yil o'tgandan keyin bu insonlar yotlashib ketdi. Millionlagan insonlar yashayotgan bir shaharda yashayapmiz. Atrofimizda mig'ildab odamlar turyapti. Ammo bu shaharda o'zimizni tana his qilamiz. Hech kimimiz yo'qdek, tashlab etilgan bir holatda. Demak, bu xil holat bugungi zamon madaniyatining, bo'libmi hozirgi Yevropa madaniyatining insonlarga so'q qilgan bir alomati. Şu çoğun jihatdan bu yerdagi Uyg'urlarning psixikasining murakkablashib ketishi o'zining tanlash emas, o'zining ixtiyori emas, bu hozirgi bu yerdagi jamiyatning ma'lum ko'rsatgan bir ta'siri bor. Shuning uchun bu yerdagi qarindoshlarimiz mayli qanday guruhlar, qanday nimalarga bo'lingan bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini Uyg'ur deb o'ylaydigan har qanday Uyg'ur, meningcha cho'qim Uyg'urni sevindi, o'zining millatini so'ydi, o'zining tuprog'ini so'ydi. Bir millatda ijobiy iqlim mangu asosiy iqlim bo'ladi. Albatta, dunyodagi hamma millatning ichida bor.
pasif iqimlar bor. Ama bir millatni butun gavdasi bilan tushkunlashdi. Hech qanday chiqish yo'li yo'q. Energiyasi tugidi deb aytishning o'zi bir xato hukm meningcha. Bizning energiyamiz tugimadi. Chunki millionlagan xalqimiz vatanda yana yashayotdi. Ular qanday bir sharoit yashayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini Uyg'ur, o'zini musulmon, o'zini men bir Uyg'urning a'zosi deb shu tuproqni dastlab turib yashayotdi. Chet ellarda qanday taqlab ketgan bo'lsaqmi, masalan, Gollandiyadan iborat mushunday bir kichik davlatda bugun mushuncha jamoat yig'ildinglar. Mushuncha jamoat yig'ilgan yerda bizning masalalarimiz cho'qim hal bo'ldi. Shuning uchun chet ellardagi muajiratdagi xalqimizning hozirgi holatini tushunish uchun oldi bilan o'zimizni tushunishimiz kerak. Undan keyin o'zimiz yashayotgan bu davlatni tushunish kerak. Qarindoshlar, biz yot bir tuproqda yashayotimiz, har vaqt buni unutmaslik kerak. Biz hozir oilaning ichiga kirsak, kichik bir vatanni his qilamiz. Oiladan sirtga chiqsak, sirtdagi hamma muhit siz uchun yot. Shunga insonning o'zining tuprog'i bilan bir xil ishki bir bog'lanish bo'ldi. Masalan, sizlar bolalarga qarab boqinglar, vatanda tug'ilib 1 yoshga kirganda bu yerga chiqqan bolalar bilan mushu tuproqda tug'ilgan bolalarning farqi bor. Balkim sezmasligingiz mumkin, necha yillardan keyin bu xil farqni sizlar his qila olasizlar. Shu tug'ilgan tuproqning o'ziga ato qilgan ajoyib bir xil ishki sehriy kuchi bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi mushu yot muhitda yashashning o'zi bizni qadamma-qadam nurg'un Uyg'urlarimiz bor o'zini bekinib olgan. Garchi jismimiz bu yerda yashayotgan bo'lsa-mu, ruhimiz hamon vatanga aylanib turadigan, vatandan chiqolmaydigan yoki o'zining xiyolining ichida yashaydigan nurg'un insonlar bor bu yerda. Ammo shuni e'tirof qilish kerakki, bizning ko'z oldimizda, biz yashayotgan muhitda bir rayimsiz reallik bizning ko'z oldimizda turibdi. Biz mangu bu jamiyatning iqimidan qochib yashamaymiz. Xo'p, men nechilg'o bir orolni paydo qildim o'zingizni hamma jihatdan bekinib, bu jamiyat qatnashmay, bu davlatni tushunmay, bu davlatning tilini o'rganmay yashashingiz mumkin. Lekin bu uzun davomlashmaydi. Hech bo'lmaganda sizning keyin ikkinchi avlodingiz hamon bu jamiyat qatnashadi. Shuning uchun bizdagi ba'zi ishlar kechikib, ziyni totib, badal to'lab keyin qolgandan bir qadam bo'lsa-mu baldur bo'lgan yaxshi. Bir qadam bo'lsa-mu baldur ishlarning yuz bergan yaxshi. Shu sababdan chet eldagi muajiratga Uyg'urlarning ro'yi holatini tushunishda bundoq bir qancha nuqtani men sizlarga ta'kidlab o'tmoqchi. Buning birisi hozir biz mushadagi jamoatchilik mayli Gollandiya bo'lsin yoki Germaniya bo'lsin, Shvetsiya bo'lsin, Amerika bo'lsin, bu yerdagi Uyg'urlar hozir bundoq bir holat turibdi. Ya'ni o'zi yashayotgan mehmon davlatdagi asosiy iqlimning madaniyati bilan uchrashish va bu uchrashish jarayonida yuz bergan tengirqosh holatda turyapmiz. Chunki bu madaniyatni biz ilgari bu madaniyat muhitida yashamagan. Biz har xil sabablar bilan tuyuqsiz va bu sharoitga, bu muhitga kelib qoldik. Ba'zilarimiz til o'rgandik, ishlayapmiz. Bu yer yashag'ili oldi 10 necha yil bo'ldi, keyin necha yillar bo'ldi. Bu jarayonda hammamizning kallasida bir o'ylanish borda, tengirqosh. Qanday qilishim kerak? O'zining shaxsiy masalalarini tortib, butun Uyg'urlarning ijtimoiy umum masalalariga qadar hammamizning kallamizda bir savol bor. Shunga bu uchrashish jarayoni va bu uchrashish jarayonida bizning kallamizga tengir qavatgan savollarning javobini yeyish uchun albatta oldi bilan o'zimizni tushunishimiz kerak. Inson har vaqt tug'ilgandan boshlab butun dunyoni tirishishga kuchini sarf qildi. Ammo tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, inson o'zining sirtqi dunyo ustida izlanishi, hamon o'ziga nisbatan izlanish qaraganda ko'p bo'ldi. Bu jarayonda o'zini unutib qolgan gapda. O'zini to'lg'an Rabbini taniydi degan gap bor.
Shuning uchun oldi bilan bu yerda bu tengirqon savollarimiz javob tepish uchun oldi bilan o'zimizni tushunishimiz kerak. Har bir shaxs sifatida men kim? Mening qanday aloyligim bor? Menda qanday ortiqchilik bor? Menda qanday kamchiliklar bor? Shuni bu yerda yashash jarayonida men nima bo'la olmayman yoki nima bo'la olmayman? Shu aramizda nurg'un Uyg'urlarning hatto qo'ldan ish keladigan bu jamiyatga nihoyat oson ketilib, ish tepib, o'zining oilasining ahvolini yaxshilaydigan bundaq Uyg'urlarimiz o'zini yaxshi o'lchamolmaganligi, o'zini tushunolmaganligi, o'zining ortiqchiligi bilan kamchiligini dangsayanmaganligi uchun bu yerda hozirgacha ishsiz yoki ya oilasini yoki boshqa jihatdan olg'a bosolmayotgan bundaq ahvollar bizga uchrayotdi. Shuning uchun oldimizdagi mushu reallikqa moslashib, eng oldi bilan zodi men nima qila olaman? Nima qilishim kerak? Mushu masalaga javob tepish kerak. Ko'z oldimizdagi bir masala bor, qarindoshlar hammamiz bilamiz. Oldi bilan har bir shaxs o'zini qutuldirish kerak. Oilangizni qutuldirishingiz kerak. Xotin bolalaringizni yaxshi bir turmush imkoniyatiga, bir xotirjamlikka erishtirmay turib, qilingan harakat yoki sizning g'oyangiz hargiz reallashmaydi. Shuni biz o'zimizning romantik xiyollarimizni ichida yoki tush qaynimizni yashamaylik qarindoshlar. Bu yerdagi reallik intayin rayimsiz reallik bo'lgan ekan, oldi bilan bu reallikni tonish ham mushu reallik qatnashish kerak. Birinchi qadamda puxta hammamiz, har bir shaxs, har bir oila oldi bilan o'zining yaxshi bo'lgan bir puttasab turadigan bir imkoniyatga erishish kerak. Bu birinchi qadam, undan keyin jamoatchilik mushu qadam asosida shakllandi. Bu bir nuqta. Ikkinchi nuqta kuzatish va moslashish holida turyapmiz. Ya'ni muhojiratdagi Uyg'urlar hozirgi holatimizni aytgan vaqtda mushu 15 yillik tariximizni eslab o'tsak, mushu orqali bugunimizga diagnoz qo'ysak, biz texnichalar kuzatish oldida. Shunisi aniqki, biz o'zimiz yashayotgan jamiyatni texnik 100% darajada tushunib bo'lamidik. Albatta buningga til to'salg'usi va madaniyat to'salg'usi va boshqa nurg'un to'salg'ular bor. Shuning uchun bu kuzatish jarayoni undan uzib ketsin bo'lmaydi. Qaror chiqarish kerak. Hammamiz qaqshaydi, odam 20 yoshgacha cho'ng bo'lsamkan deb shunda cho'ng bo'lishni orzulaydi. 20 yosh, 30 yosh o'tgandan keyin bu kunlar o'tayotgan yillar shunchalik tez. Kunlarning hech barakati qolmagandek. Yevropadagi nurg'un Uyg'urlarning o'rtaq ta'siroti bu yerda kunimizning barakati yo'qdek tuyuldi deb o'ylaydi. Nima desa, chunki bu bir nihoyat jiddiy bir ritmdagi bir al bo'lganligi uchun turmush ritmi tez. Hamma narsa jiddiychilikning ichida, har bir narsaga intayin jiddiy muomala qiladigan bir jamiyatning ichida yashayotganligimiz uchun ishimiz oqmayotgandek, kunimizning barakati bo'lmayotgandek shunday tuyuldi. Shuning uchun oldi bilan o'zimiz yashayotgan mushu davlatni, mush davlatning sistemasini, bu davlatning qonunini va boshqa narsalarni hammani kuzatishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. O'rganmay turib moslash qilmaydi. Qanchalik tez darajada moslashish bizning bu davlatdan qanchalik ko'p bilimini o'rganganligimiz bilan munosabatlik. Shuning uchun hozirgi holatimiz kuzatish va moslashish bosqichida bo'lgan ekan, albatta har bir odam o'zining ahvoliga yarasha bu xil jarayonni o'rinlash kerak. Endi undan keyingi yana bir ahvol nima desa, yana bir ahvol hozirgi bizning holatimizda. Biz kuzatdik, moslashimiz dedik, bu jamiyat qatnashimiz dedik. Uning natijasi nima kelib chiqdi desa, uning natijasida hammamizning kallasida bir to'qinish bor. To'qinish. Balkim gollan tilida konflikt kerak, to'qinish. Bu to'qinish nurg'un jihatlarda ifodalanyapti. Masalan, ba'zanlarimiz garchi vaqtliq ma'lum bir ish o'rniga erishgan bo'lsak-mu, bu ish o'rnining sistemasi, tuzumi va boshqa jihatlardan moslashamag'anligimiz uchun bu ishdan ayrilib qolish yoki ishni yaxshi qila olmaslik. Bunday masalalar bor. Ikkinchisi nima desa, ikkinchisi yashash jarayonida masalan bu jamiyatga qatnashgan ekanmiz, nurg'un masalalar bor. Masalan, kundalik xarchakni bir taraf qilish, oilaning iqtisodiy munosabati, hukumat bilan bo'lgan munosabat, masalan, doktorxona, davolanish, sug'urta degandek turli tuman biz hozir duch kelayotgan masalalar bor. Bu masalalarda hozir Shveysariyadagi Uyg'urlarning ichida shunda
bularni hammani tushunib, bu ishlarni shundoq yaxshi olib berish uchun albatta bilim kerak. Agarda mushu turmushdagi ushaq ishlarni yaxshi o'rinlashtirib, yaxshi qila oldingiz, bu sizning birinchi qadamni bosganligingiz bu jamiyat qatnashida. Agarda buni qila olmasangiz, u vaqtda siz bu jamiyat qatnasha olmaysiz. Shuning uchun bu jarayonda nima kelib chiqadi desa, to'qinish kelib chiqadi kallamda. Vatanda shunchalik oson yashaydim, burun bundaq besim yo'qdi, maya kelgandan keyin bir ko'rinmas besimning ichida qoldim deb o'ylaydigan ahvollar bor. Undan keyin turmush va xizmatdan boshqa yana bir cho'ng masala nima desa, biz boy ta'kidlab o'tgan oila, farzand masalasi bor. Chunki bu yerga kelgandan keyin bizning oilamizning qurilmasida o'zgarish bo'ldi. Vatandagi o'lcham, vatandagi qimmat qarashlar bilan chet eldagi hayot, chet eldagi o'lcham, qimmat qarashlar o'rtasida farq kelib chiqdi. Undaqda bolalarimni qanday tarbiyalashim kerak? Oilamga qanday muomala qilishim kerak? Bu masala hozir hammamizning kallasida to'qinish borda. Anglayotimiz, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlarning ichida, masalan, ba'zi oilalarda nurg'unlarga tushunmaslik, bu davlatning sistemasini, qonunni, boshqa narsalarni uqmaslik sababidan ba'zi tragediyalar, ba'zi fojialar. Masalan, er bilan ayol o'tirsida, ota-ona bilan bolaning o'tirsida, jamiyat bilan xalqning o'tirsida degandek nurg'un to'qinishlar borda, to'qinish. Masalalar bor. Shuning uchun hozirgi holatimiz dal mushundaq nurg'un masalalarga, to'qinishlarga duch kelayotgan bir paytimiz, hamda mushu to'qinishlar ustida o'yinlayotgan bir holatda turyapmiz biz. Endi oxirgi bir nuqta, bu jamiyatga qandoq qo'shilish yoki qandoq qatnashish va o'zimizni qandoq saqlash masalasi. Ehtimol Golland tilida bo'lsa kerak, sizlar ko'p uchraydigan, masalan inglizchada integration deydi. Yoki Uyg'urcha gaplarni aytgan vaqtda bu hozirgi biz yashayotgan davlatning asosiy iqimiga qatnashish, moslashish ham bu jamiyatning bir a'zosiga aylanish, ya'ni integration. Sizlar til o'rganish jarayonida, bu davlatning qonun siyosatlarini o'rganish jarayonida bu atalg'i sizlarga ko'p uchurdi. Sizlar ko'p duch keldinglar. Undaqla bu iqimga qanday muomala qilamiz? Endi bu yerdagi integration degan bu atalg'idan bir vaqtda yana bir so'z bor, segregation deydigan. Yana bu nima desa, bölünüş yoki o'zining to'pi bilan ayrim yashash yoki o'ziga tam qurib, yana o'zini saqlab qolish uchun bu jamiyatdan xoli olib yashash. Ammo Yevropadagi davlatlarning tashabbus qildig'ini yana integration, mushu jamiyatning ichiga qatnashish. Bularning bu yerga kelgan ko'chmanlarga qarab siyosatmi shu, tuzummi shu, sistemimi shu. Ammo bu masala 50 yildan buyon Yevropadagi turklar, arablar, somaliliklar va boshqa nurg'un millatlarning beshiga duch kelish jarayonida bu integration jarayonida nurg'un masalalar ko'rildi. Ba'zi masalalar hal qilindi, ba'zi masalalar hal qilinmadi, ba'zilar hatto Yevropaning ko'chmanlar siyosati hozir bir mag'lub bo'ldi, buning tutqanligiga sistem mag'lub bo'ldi deb bunda qarag'uchilar bor. Chunki Yevropada yuz berayotgan ba'zi voqealar, ba'zi masalalar ko'chmanlar bilan yerlik xalq o'rtasidagi munosabat, iqtisodiy krizis va bu iqtisodiy krizis jarayonida yerlik aholi bilan ko'chman aholilarniki bu jarayondagi duch kelgan masalalari hozir Yevropadagi hamma davlatlarda mavjud masalalar. Shunga 2009-yildagi krizisdan keyin Yevropadagi har qaysi davlatlar o'zlaridagi ko'chmanlar siyosatini zo'r darajada o'zgartirib hozir gazet jurnallar qarasanglar ko'p qismi asosan ko'chmanlarga nurg'un masalalar, bu jihatga talash tortishlar televiziya, radio, gazet jurnallarning hammasida chiqib yotadi. Shuning uchun mushu iqimga asosida qanday moslashimiz, qanday qo'shilamiz, qanday qilib bu jamiyatning bir a'zosi bo'lmoq degan masalada hamma millatniki aloyligi oq ko'rinish o'xshamoqligi uchun ularni tutgan yo'limi o'xshash emas. Unda Uyg'urlar qanday qilish kerak? Chunki bizniki ahvolimiz pek murakkab. Xuddi men boy ta'kidlab o'tgandek, sen nereden kelding? Sen qanday odam, sening kimliging nima degan masala qo'yilgan vaqtda biz xohlayli, xohlamayli hamon biz yashayotgan ashu tuproqqa berib bog'lanamiz. Endi bu tuproq tarixda Yipak yo'llar tugil bo'lganligi,
O'rta Osiyoga joylashganligi, siyosiy va jihatdan Xitoy bilan munosabatli bo'lganligi qatorliq nurg'un sabablar tufaylidan bir murakkablikni tashkil qilgan. Undan keyin Uyg'urlarning irqiy va millat alohidligining bularning farqli bo'lganligi, tilimizning o'xshamaganligi, o'z oldiga madaniyatimizning bo'lganligi, diniy e'tiqod sistemimizning bo'lganligi o'z oldimizga. Mushundaq sabablar tufaylidan yana bu tuproqdagi boshqa xalqlardan farqlanib turyapmiz. Shunga Uyg'urlarning ahvoli nihoyatda murakkab bo'lganligi uchun meningcha bu yerda Uyg'urlarning qanday qilib bu jamiyatga moslashishiga bugunning o'zida bir yo'l ko'rsatish intayin tez. Ammo Uyg'urning masalasi Uyg'urning o'zining aloyligi bilan bo'lishi kerak. Masalan, turklar bilan solishtirsakmi, turklar bilan albatta qon qarindoshlik, madaniyat, diniyat qatnash jihatdan bizning nurg'un o'rtoqligimiz bor. Ammo turkdan farqlanadigan nurg'un taraflarimiz bor. Shunga boshqalarning tajribasini o'rganish kerak, ammo uni o'zimizning ahvoliga moslashtirgan holda bu jamiyatga qatnashish yoki bu jamiyatning asosiy qilmagani kirishdan iborat bu narsa o'zimizning aloyligi bo'lishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda bu yerda hamda boyqa biz degan segregation yana ayrilib yashash. Endi ayrilib yashash masalasida meningcha bizning boshqa dunyodagi boshqa nurg'un ko'chman xalqlarmi mushundaq bir usullarni qo'llangan. Ammo Yevropa miqyosida bu xil holatga Yevropadagi davlatlar mushu segregation yoki bo'linmachilikni ko'p tashabbus qilmaydi. Hatto bu siyosatda ko'chmanlar siyosatida mag'lub bo'ldi deb qaralgan bir nuqta. Menimcha bu bir millat bu yer yashash jarayonida mayli jamoatchilikka uyushib, o'zining holatini shakllantirgan holatdami, u o'zini qo'llash bilan bir vaqtda yana bu jamiyatga qatnashishni tanqadam deb menish kerak-da. Siz bu jamiyatdan bu sistemni ayrilib, tanlo yakka holda bu yerda mavjudligini saqlay olmaysiz. Yoki yashash yo'lini bog'lanmaydi. Shunga mushu ikki o'rtadagi munosabatni tanishib erib berish masalasimi bizning ko'z oldimizdagi intayin qiyin masalalarning birisi. Shunga leksiyamizning oldingi bo'limidagi Yevropadagi Uyg'urlarning muajiratlik hayotining shakllanishi, qisqacha tarixi, ularning aloyidliklari, hozir navbatdagi holati qatorliq masalalar haqidagi qisqacha bizning tushunchamiz bu yerda tugadi. Endi ikinci leksiyamızın ikinci bölümü kelsak, leksiyamızın ikinci bölümüde asaslık sözlep ötmekçi bo'lgan nuqta men boy ta'kidladim. Birisi, hammamiz duch kelayotgan shu til masalasi, ya'ni ona tili masalasi. İkincisi shu muajiratdagi oila, farzand va ayollar yoki onalar masalasida muajiratdagi. Üçüncü mesele nima desa, muajiratdagi to'pliq jamoatlashish jarayonida ko'rilgan masala. Demak, hozir ham qisqacha shu vaqtni foydalanib, shu bir qancha nuqta ustida men qisqacha so'zlab o'tsam. Birinchi masala nima desa, ona til masalasi. Qarindoshlar, til masalasi intayin ko'p ta'kidlandi. Navoda mayli vatan ichida bo'lsin, xalqaro bo'lsin, hozir Uyg'urlar haqida gap bo'lingan bo'lsa, bunun ichida eng ko'p so'zlanadigan masala Uyg'ur tili yoki bizning ona tilimiz. Bu tema takrar nurg'un so'rinlarda, nurg'un joylarda mushu haqida muloyiz bo'ldi. Chunki biz ta'kidlayotgan bizning tilimiz odatdagi bir to'pliqning bir kichik tili emas. Dunyodagi tillarda so'zlashadigan insonlarning son jihatdagi statistikasiga qaraganda Uyg'ur tili dunyodagi 100 cho'ng tilning birisi. Ya'ni 100 tilning ichiga kirgan cho'ng til. Qarindoshlar, bizning tilimiz o'zining davlatdagi ega davlatlarniki oldiriga qaraganda cho'ng bir til.
Misal uchun aytaylik, Norvegiyada 4,5 million xalq yashaydi. Bu davlatning davlat tili Norveç tili, Norvegiya tili. Lekin Uyg'ur tilida so'zlaydigan insonlar bularning ko'p jihatda jiq. Undan boshqa misol olgan bo'lsak, dunyodagi ne'milagan davlatlarda, yana o'zining egilik huquqini yaratgan davlatlardagi aholidan bizning tilimiz so'zlaydigan aholimiz ko'p. Shuna Uyg'ur tili kichik til emas. Uyg'ur tilining mavjud bo'lishi yoki saqlanib qolishi dunyodagi bir buyuk madaniyatning mavjud bo'lishi yoki saqlanib qolishi bilan munosabatli. Shuning uchun agarda vatanda ona tili haqida, Uyg'ur tili haqida biz balki bunchalik ko'p o'ylanmagan bo'lganmiz. Ammo chetlarga chiqqan kundan boshlab bu til masalasi bizning ko'z oldimizga keldi hozir. Chunki bolalarimiz hozir oldimizda o'ylab yuryapti. Öyle biz ming Uyg'urcha so'zlarda besim qilsakmi, biz Uyg'urlar bir jam bo'lgandan keyin bizning ko'zimizni qashqa vaqtda bolalarimiz yana bu davlatning tilida so'zlayapti. Albatta, bu davlatning tilida so'zlash gunoh ish emas. Chunki mush davlatda yashagan ekansiz, bolalaringiz albatta bu davlatning tilida tarbiya oldi, o'sib cho'ng bo'ldi. Ammo bu jarayondagi biz sal qarashga bo'lmaydigan bir masala ona tili masalasi. Tadqiqotchilarning, yana tilshunoslarning tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, insonning ona tilda tafakkur qilgan insonning tafakkuri ikkinchi bir tilda tafakkur qilib qolgan inson qaraganda ustun o'rin turdi. Dunyodagi nurg'unlagan buyuk ijodiyatlar ona tilda yaratilgan bo'ladi. Dunyodagi nurg'unlagan ulug'vor ideyalar oldi bilan ona tilda maydon kelgan. Undan tarjima orqali dunyodagi boshqa tillarga taqalgan. Ona til xuddi insonga onasining tunji o'g'il suti bilan vujudiga bir ruh kirgandek, ona tildimi? Ona tilimiz orqali bizning fikr, tafakkur sistemimiz shakllandi. Shunga masalan bir kompyuterni aytsak, ona tilining roli nimaga o'xshaydi desa, kompyuteringizda o original olgan bir kompyuter olsa, qochilangan tunji sistema ash ona til. Uning ustiga kopiya qilib qochilgan barliq sistemalar o keyin o'rgangan tillarimiz bo'ldi. Navada kompyuteringiz buzilib yoki ma'lum bir detalda chatoq chiqqandan keyin ichidagi nurg'un narsa o'chib ketishi mumkin, ammo original sistemini asli keltirgan bo'ldi. Shuning uchun ona suti bilan kirgan bu ona til bir madaniyatning, bir millatning hayotining, odatining va nurg'un taraflarining saqlanishi yoki vayron bo'lishi bilan munosabatli. Masalan, bu yerda bir misolni sizlarga degim kelyapti. Bizning bir meditsina universitetida xizmat qilayotgan bir qarindishimiz xizmat qilish jarayonida o'zining kasbdoshlari orasida bir kasbdosh bo'lganda, bu kasbdoshidagi onasi qattiq kasal bo'lib, yoshi cho'ng bo'lganligi uchun masalan Yevropada dement deydigan bir kasal bor. Yana meni yegilash deymizmi? Yana qirg'anda o'zining isi joyida bo'lmaslik, ya'ni egiz pas so'zlash. Ya'ni hozir bu xil gapni qilib, birdan keyin yana bir xil gap qilish. Bundaq kasallik Yevropada nihoyat keng o'mlashgan. Chunki bularda uzun umr ko'rganligi uchun uningdan keyin turmush va boshqa nurg'un jihatlardagi besimlar tufaylidan masalan 70, 80 yoki 90 yosh kirganda kalidan ezib ketadigan bundaq kasallik pek ko'p kam bu yerda. Endi shu Uyg'ur qarindishimizniki xizmatdoshining onasimi shu kasallik sababidan doktorxonaga kirib og'rib yotgan. U oila aslida shu davlatga yerlik oiladan emas. Ya'ni boshqa bir davlatdan, ya'ni Sharqiy Yevropadagi bir davlatdan ko'chib kelganlar ekan. Ota-onasi 60-70-yillarda ko'chib kelib, yerlashib, bolalari mush davlat tug'ilib o'sgan. Endi ota-onasi kelgan vaqtda bular o'zining bolalariga nisbatan ona til degan bir ufqumni yaxshi o'ylanmaganligi uchun, shu mehmon davlat ko'chib kelgan kundan boshlab bolalarini shu tilda o'qitgan, o'zining ona tiliga butunlay e'tiborsiz qaragan. Hatto tug'ilgan bolalarga keyincha butunlay shu davlatning tilini so'zlagan o'zining ona tilini qo'llanmagan. Xo'p, bu bolalar mushu til muhitida o'sib yetilib cho'ng'igan endi. Endi bugungi kunda bu oilaning bu onasi kasal bo'lib, ya'ni kallasi elishib doktorxonaga kirgandan keyin nima bo'lgan desa, bu ona o'zining aslidagi ona tilidan boshqa keyin o'rgan tillarning hammasini unutib ketgan. Ashunday bir holat bo'ldi ekanda, odam cho'ng'ilib, ashunday ma'lum bir kasallik sababidan keyin o'rgangan tillarning hammani unutib ketadigan bir hodisa bo'ldi ekan.
Bundaq vaqtda faqat ona tilda xuddi kompyuterning aslidagi original sistemasi saqlanib qolgandek, ona til saqlanib qolgan. Shuning bilan bu oila o'zining onasini beqish jarayonida onasi bilan til o'rtoqlik bo'lmagan. Tushunmagan onasining gapini. Necha yillar onasining tilini tushunmay, doktorlarning yordami bilan oxiri u ona olamdan o'tgan, lekin bolalarga intayin zo'r bir fojia yoki bir savol belgisini tashlab ketgan. Keyin shu xizmatdosh, shu yerlik xizmatdosh nima degan vaqtda oxiridagi og'rinishi yana o'z vaqtida onam bizga o'zimizning ona tilini o'rgatgan bo'lsa, biz bugun bunday kun qolmaydik. Onamizni yaxshi boqqan bo'lardik. Chunki nima uchun o'rgatmaydi onamiz? Biz shu yerdan keldik. Bizning millatimiz shu, madaniyatimiz shuki, biz o'zimizga tegishli haqni onamiz bizga bermadi, ota-onamiz bermadi deb ota-onasini og'ringan. Qarindoshlar o'ylab boqayli. Bugun kunda agarda bolalarimizning ona tiliga biz sal qaraydigan bo'lsak, ko'ringan ta yiroq emas. Ma'lum bir yillar kelganda bolalarimiz bizdan og'rindi. Keyingi yuz bergan barliq fojialarning sababchisi bolalar emas, yana ota-onalar. Yana moyada o'tag'an oila boshliqlari buning gunohkori yoki sababchisi biz bo'lamiz. Shuning uchun bu ona til undaq osonlikqa unutilib ketmaydi, u bu deb buning sal qaraydigan bir nuqta emas. Bo'libmi vatanni vaqtimizda mayli qandoq vatandagi sharoit qandoq bo'lishini qat'iy nazar bizning xalqimiz cho'ng bir jamoatning qaynimida yashayotdi. Bir to'pning ichida yashayotdi. Vatanda bugungi bizning holatimizni selishtirgan vaqtda bu masala bizga qaraganda bizning masalamiz pek jiddiy vatan qaraganda. Vatanda masalan qo'shtanlashdi, Uyg'ur ma'rifi yo'qoldi, u bu degandek gaplarni qilyapmiz, lekin Uyg'ur ma'rifi to'liq yo'qolmadi. Ashu tilimizda, ashu ona sutimiz bilan kirgan tilimizni so'zlayotgan, bu tilni qo'llanayotgan, bu tilni tafakkur qilayotgan, bu tilda ijodiyat yaratayotgan minglagan insonlarimiz bor. Ammo chatlarchi bizning tilimizning ishlatilish chastotasi tuvallab ketdi. Chunki bu yerdagi oz jamoatchilik bilan tilning qo'llanishi doirasi taraydi. Mushundaq muhitda bizning ona til o'rgatish mas'uliyatimiz vatandagi ota-onalarga qaragandimi, bu yerda necha assa ig'ir. Shuning uchun aziz qarindoshlar, hammamiz oildan iborat bizning bir qalqinimiz bor. Atrofimizdagi muhitning hammasi bizga notanish bo'lsa-mu, lekin oila bizning bu yerdagi kichik vatanimiz. Mushu oilaning ichida sizga hech kim cheklamadi. Oilaning ichidagi muhit sizning muhitingiz. Nima uchun mushu muhitdan foydalanib, bolalarimizning tilini ching tutmadik? Shunga ona til masalasi bu yerdagi har bir Uyg'urning oilasidagi bir prinsip bo'lish kerak. Ona tilda so'zlashni iborat bir axloqni bir oilada yetildirish kerak. Biz buni bizning realligimizdan emas, bizga qarindosh bo'lgan turklarning, ironliklarning, arablarning va boshqa menilagan ko'chmanlarning tajribasidan, ularning bu yerdagi yashash sharoitidan biz buni o'rganyapmiz, o'zimizning tajribasidan buni o'rganyapmiz. Shuning uchun til masalasi sal qaraydigan bir masala emas. Buningga hammamizning o'lishimiz, hassimiz bo'lish kerak. Bu bir nuqta. İkinci bir nuqta muaciratdagi shu oila, farzand, undan keyin ayollar va onalar masalasi. Balkim biz so'zlayotgan temalarning ichidagi eng real, hammamiz duch kelayotgan masalalarning biri shu masala bo'lishi mumkin. Chunki muaciratdagi bizning oilamiz. Biz boy ta'kidlab o'tgandek, bizning kichik bir vatanimiz. Bu oilani qandoq saqlash, bu oilani qandoq bir sog'lom muhitning ichida elib berish, ham bu oilani va bu oilaning muhitida o'zimizning milliy va diniy kimligimizni qandoq saqlab, bir jamiyatning, ya'ni bu yerdagi Uyg'ur jamiyatining bir hujayrasi sifatida bu yerdagi jamoatchilikni tashkillashda har bir ota-ona bo'g'uchining, erning, ayolning, dadaning, otaning hammasining roli bor. Qarindoshlar, vatanda shunday chiroyli oilalar muvajahatga chiqqandan keyin bu yerdagi hayotda ajrashib ketgan ne oilalar bor. Ko'rib turibmiz. Bu yerdagi besim, psixologik o'zgarish, oiladagi kichik ishlarni bartaraf qilolmaslik har xil sabablar tufaylidan
bizning vatan kichig'ida intayin chiroyli oila tutgan, bola chaqalarni yaxshi boqqan bir qism oilalarimiz bu yerda ayrilib ketadigan bundaq hodisalar kelyotdi. Ajrashib ketish yoki ayrilib ketish Yevropaning qimmat sistemi bo'yicha har bir shaxsning o'zining ixtiyoridagi erkinligidagi ish. Ammo bu ixtiyorlik, bu xil tanlash o'zimiz bilan ketmaydi. Buning badini bizning farzandlarimiz tatidi. Buning badini bizning farzandlarimiz to'laydi. Qarindoshlar o'ylab boqayli, oilasi, ota-onasi ajrashgandan keyin yoki onasining yoki dadasining qo'li qat qilib cho'ng bo'lgan farzandlarning bugungi holatini biz ko'ryapmiz. Bu bolalar o'zining normal bir bola holatini emas, balki o'zining Uyg'urlik kimligini, o'zining musulmonlik kimligini va boshqa nurg'un narsalarni yo'qotib, bu yerga jamiyatga erib ketdi, singib ketdi. Shuning uchun oldi bilan muhim qilgan narsa nima desa, oilangizni qo'g'dang. Oiladan iborat bu kichik vatanda bolalarimizga, farzandlarimizga bir yaxshi bir muhit hozirlang. Bu hammamizning qo'ldan keldi. Jamoatchilik uyushmagan bilan Uyg'ur oilasini tashlayotgani yo'q. Oilasida bolalarni tarbiyalashdan iborat bir muhit bor. Oila jamiyatning kichik hujayrasi, bizning to'pliqlarimizni shakllantirgan kichik bir element. Oilasiz ishlar bo'lmaydi. Mayli dinimiz jihatini aytayli, axloqimiz jihatini aytayli, urf-odat bosh jihatini aytmaydi. İnsoniyatning hozircha topgan eng mukammal yashash usuli oila qurish va oila orqali yashash usuli. Endi bu oilani qurgan ekanmiz, oilada albatta mabayda o'tgandek farzand masalasi bor. Vatanda hozir to'rbatlar qaraydigan bo'lsanglar, farzand masalasi ustida ajoyib cho'ng talash-tortishlar bor. Farzandlarni qanday tarbiyalash? Chunki vatandagi reallik, ma'rif sistemasidagi o'zgarish bularning hammasi oldi bilan farzandlarni badal to'ltidi, farzandlarni har xil ko'ylarga soladi. Endi biz bu yerda Yevropadagi shu demokratik ellarda qanchalik farzandlik bo'lishimiz va uning qanday bir holatda bo'lishi hammasi har bir oilaning, ota-onaning o'zining ixtiyorligidagi ish. Vatandagi 2 yoki 3 bolalikdan bo'lishdan boshqa xil cheklamalar bu yerdagi biz yashayotgan davlatlarda yo'q. Biz bu imkoniyat ichida ekanmiz, albatta ko'p bolalik bo'lish, yaxshi farzand tarbiyalash bizning millatimizga, xalqimizga qo'shgan yana bir tuhfa. Buning o'zi bir tuhfa. Lekin ko'p bolalik bo'lish, farzand ko'rish jarayonida bu bolalarni qanday tarbiyalash masalasi. Bu buning bilan ish oxirlashmaydi. Chunki biz hozir ko'rib turgan shu Yevropadagi davlatlardagi Uyg'urlarning ahvoliga qaragan vaqtda biz nurg'un ba'zi hodisalarni, ba'zi voqealarni ko'rib turyapmiz. Bu jarayondan ba'zi saboqlarni, tajriba saboqlarni hosil qilyapmiz. Bolalarni bir farzandning qayerda, qaysi tuproqda, qaysi millatda, qaysi ota-onadan tug'ilishini bola o'zi tanlay olmaydi. Ammo ota-onaning shu paydo bo'lgan shu jonni, yangi dunyoga ko'z ochgan shu buvoqni yaxshi tarbiyalash, yaxshi ism qo'yish, uningga bir milliy vijdonni, diniy vijdonni uningga ato qilish bu ota-onaning qo'lidagi, ota-onaning ilkidagi ish. Shuning uchun chet ellarda Uyg'urlarning o'zining farzandini qanday tarbiyalash jihatidagi mukammal bir yetakchi yoki mukammal bir qo'llanma maydon kelgan sharoitda bizning bolalarni tarbiyalash yo'lida bizning o'rganganlarimiz va bizning o'rganish tegishli ishlarimiz pek ko'p. Albatta tarbiyalash o'zimiz yashayotgan davlatning tuzumi, sistemasining ichida bo'ladi. Ammo bu sistemi bir amayotgan ba'zi kamchiliklarni albatta ota-ona uyida yoki Uyg'ur to'pliqlari jamoatchilik orqali to'lqaydigan nurg'un nuqtalar bo'ldi. Men 2-3 kundan buyon anglayapman, mana mushundoq bir cho'ng bir yani elib, joyini elib, 2 qavat. Hayit namozi, juma namoziga namozlar uchun masalan masjid sifatida rol o'ynabdi. Uyg'ur tashkilotlari uchun bir ishxona yoki bir yig'in maydonidek bundoq bir roldagi nimaga bo'ladi? Uning uchun Uyg'urlarning yig'ilishi, to'y to'kindaymiz, har xil nazarchiroq degandek hamma ishlar uchun sizlar shunday yaxshi bir joyni hozirlabsizlar. Bu oson qo'lga keladigan ish emas. Uning uchun masalan ona tilimizda maktab ochib, bu yerga qarindoshlarimiz bu jihatda badal to'lab o'tibdi, jafo tortib o'tibdi. Endi mushundoq sharoitda faqat mening vaqtim yo'qdi.
ishim oldirashdi yoki orlig'im yiroqdi va yoki imkoniyatim bunga yo'l qo'ymaydi degan turli sabablar bilan bolalarimizni bu jamoatchilikdan, bu imkoniyatdan, ona til o'qitishdan iborat bu xil mumkinchilikdan biz ayirib qolgan bo'lsak, buning badalini bizning bolalarimiz to'laydi. Bolalarimiz kunlarning birida cho'ng bo'lganda sizlardan shu savolni so'ramay qolmaydi. Chatarga chiqish mening tanlashim emasdi. Sen meni chatarga olib chiqding. Lekin mening uyg'urligimni sen bu chatarga olib chiqqan kundan boshlab sen yo'qotding. Bana bizden şunday bir sualını soraydigan kunlar çoxum keladi. Agar balangizga o'zingiz ega bo'lmasangiz, mas'ul bo'lmasangiz, balam tarbiyalashdan iborat bundoq mas'uliyatdan qochsangiz, albatta balangiz sizdan bunu so'raydi. Bu yolg'iz bir balaning otandan so'ragan savol emas, bir millatning otani bo'g'icha qo'ygan savoli, nidosi. Shuning uchun qarindoshlar imkoniyat yor berdi ekan, biz jamoatchilikdan qochmaydi. Jamoatchilikdan qochib, shaxsiy holati bilan mavjud bo'lgan hech qanday millat yo'q. Nurg'un imperiyalarni qurgan millatlar ham shu millatning a'zolari boshqa davlatlarda yashash jarayonida o'zining jamoatini tashkillamaganligi uchun yer sharidan g'oyib bo'lib ketgan nurg'un xalq, nurg'un jamoatlar bor. Yana nurg'un millatlar borki, o'zining vatanining sirtida, tuprog'ining sirtida o'zining jamoatchiligini qurishdan iborat buning muhimligini his qilgan millatlar ta bugungacha saqlab kelyapti. Masalan, Shimoliy Yevropa. Undan keyin mana bu Baltiq bo'yidagi davlatlarda yashaydigan Qarayim deydigan bir millat bor. Yana Turkiy til sistemasi so'zlaydigan nopos intayin az bo'lgan bir millat. Ama bu millat bugungi kunda yana Yevropada o'zining mavjudligi bilan yashab ketyapti. Mushundaq oz sondagi bir millat, chet elda yashash tarixi uzun bo'lgan bir millat qanday qilib o'zini saqladi? Biz Qarayimlarning o'zini saqlash tarixi jihatdagi materiallarini ko'rgan vaqtimizda bularda cho'ng'sar yo'q. Faqat muhimi nima desa, muhimi individual yoki shaxs oldida tarqaq holatida jamoatdan qochib yashamagan, balki bular uyushgan. Bir jamoatchilikning gavdasida o'z yashayotgan davlatning sistemasi, tuzumi, madaniyati qatnashib, o'zini saqlashdan iborat bu yo'lni tutib bugun qadar o'zining mavjudligini saqlab keldi. Shuning uchun bu yerda farzand masalasida o bolani tug'ib, o'stirib qo'yish hamma insonning qo'lidan keladi. Hatto hayvonmi bolasini tug'ib, o'stirib, qo'g'dab cho'ng qila oladi. O eng aqalli bir ish. Ammo bolaning ruhini tarbiyalash, ma'naviyatini tarbiyalash, yaramli bir inson sifatida jamiyatga qatnashtirish bu oson ish emas. Shuning uchun qarindoshlar, buningga mumkinchilik yaratib bergan doira ichida biz bizning xiyolimizning ko'p qismi yoki butun qismi bo'lsa-mu, yarim qismi bo'lsa-mu, mush ishni o'ylashimiz kerak, bu reallikdan qochmasligimiz kerak. Endi oxirgi oila, farzand va undan keyingi yana bir masala shu ayollar bilan onalarniki masalasi. Shu tema haqida men bir qancha eg'iz gap qilib kelyapman. Chunki bu yerda o'tirgan jamoatchilik, o'tiribmiz, hammamizning oilamiz bor. İnson o'zining jufti bilan yashaydi. Bir oilani bir ota bilan bir ona quriydi. Bir ayol bilan bir er quriydi. Shuning uchun oiladagi mas'uliyat yolg'iz ota yoki yolg'iz onaning ustidagi mas'uliyat emas. Chavak ikki qo'ldan chiqadi. Bir ailening gulinishimi bir ota-onaga, er bilan ayolga bog'liq. Uyg'ur jamiyatida minglarcha yillardan buyon shuni e'tirof qilishimiz kerakki, ayollarning muhim roli, bo'libmi oiladagi muhim roli, farzand tarbiyalashdagi muhim roli izchil holda e'tiborga ilinmay keldi yoki asos o'ringa qo'yilmadi. Bu hammadan e'tirof qilish tegishli bir reallik bizniki. Har qanday farzandning tunji o'qituvchisi yoki muallimi ota emas, balki ona. Onaning tunji allay naqsidan boshlab bu farzandga o'zining ona tili, madaniyati,
diniy e'tiqodi, hamma narsa oldi bilan onaning tarbiyasidan boshlandi. Shuning uchun Uyg'urlarning tarixiga qaraydigan bo'lsak, bizda onalar yaxshi mas'ul bo'lgan, yaxshi tarbiyalangan onalarning qo'lidan chiqqan bolalar, bular tarixda hamon yaramli insonlardan bo'lib chiqdi. Tarbiya ko'rmagan onalar yoki dunyoni tushunmagan, faqat oilaning o'ziga so'linib qolgan, dunyodan xabarsiz bundoq onalarning qo'l tarbiyalangan bolalarimiz hamon cho'ng bo'lganda bundoq bolalardan cho'ng ishlar chiqmadi. Shuning uchun deydiganim, mayli bizning diniy e'tiqodimiz bo'lsin yoki milliy urf-odat an'analarimiz bo'lsin, ayollarning, onalarning roli bizda tarixda ulug'langan, e'tirof qilingan. Lekin turli sabablar tufaylidan biz bunga yetarli darajada ahamiyat beramidik. Hozir mana Yevropada har qaysi davlatlarda yashayotimiz, bu yerda men shuni degim kelyapti, bu yerdagi onalarning, ayollarning roli texmi muhim. Oxirgi yillarga borganda men vatanda universitetda ko'p yil ishladim. Bu jarayonda bunday qarsam, bizning Uyg'ur yigitlarimiz yoki erlarimiz qaraganda ayollarning aktivchanligi, ayollarning jangovarligi yoki jasorati bizning erlarimizdan ko'p darajada ustun ekanligini men shu universitet vaqtimda his qildim. To'g'ri, erlarning jasoratining suzishi yer shari xarakterli yuznish yoki hodisa. Erlarning jasoratining suzishi yaqinqi va hozirgi zamondagi dunyo taraqqiyoti bilan bog'liq. Shuning uchun mushundoq bir sharoitda hadisa bir jamiyatda, ya'ni shu jamiyatni kontrol qilib turgan asosiy iqim erlar bo'lganligi uchun ko'p hollarda ayollarning bo'libmi oiladagi farzand tarbiyasidagi biz rolni ko'p darajada e'tiborga olmagan, buning ahamiyat bermagan. Lekin bugun biz bu masalaga duch kelyapmiz. Shuning uchun farzandlarni yaxshi tarbiyalashning birinchi qadami onalarni, ayollarni tarbiyalash. Yana kelgusidagi ona bo'g'ichi bizning qizlarimizni, qiz farzandlarimizni tarbiyalash. Shundoq ko'p gaplar bo'layotdi, masalan, taraqqiy qilgan millatlarda. Nurg'un misollar bo'lindi, masalan, Yahudilarda oldi bilan o'g'il bola qaraganda qiz bolani maktabda o'qitish, tarbiyalashga bakrak ahamiyat berdi. U bu degandek voqealar ko'p so'zlar, muhokamalar, munozaralar bo'layotdi. Yana masalan, men oldin qatamliq bir leksiyani deb o'tdim. Yahudilarniki o'zining qutulish tarixi yoki o'zining davlatini qurish jarayonini qaraydigan bo'lsak, Yahudi millati aslida butun dunyo qumdek chechilib ketgan millat. Ammo keyin berib 2000 yil o'tgandan keyin Isroilda o'zining vatanini qurdi, o'zining tilini tirildirdi. Bugungi kunda shu yerdagi 100 minglagan arablar bilan tirkishib turibdi. Yahudilarning yahudiylik kimligini bekitishda Yahudilarning tarixi shuni ko'rsatdiki, ota emas, balki onasi Yahudi bo'lishni o'lcham qilgan. Chunki onaning tarbiyasini qabul qilmagan Yahudi bo'lmaydi degan bularga bir xil o'lcham bo'lganligi uchun bular onalarni tarbiyalashdan nihoyat ko'p kuch sarf qilgan. Albatta boshqa millatlarning tajribalari, tarixi yoki boyliklarining hammasi bizga mos kelish notayin, ammo boshqa millatlarning mushkil holatini ko'rish, o'rganish, tushunish kerak. Shuning uchun Yevropadagi muhojiratdagi Uyg'urlar hayotida bizning doiramiz tor bo'lganligi uchun, sonimiz oz bo'lganligi uchun va boshqa nurg'un sabablar tufaylidan bizning bolalarimizni saqlab qolish, qutuldirish, ularga o'zimizning milliy ro'yimiz, diniy ro'yimizni singdirishda menimcha birinchi qadam onadan boshlandi, ayollardan boshlandi. Bu nuqtani cho'nqur his qilish kerak. Shuning uchun bu jihatda tadbir olib berish kerak. Tarbiyalash erlar bilan cheklanib bo'lmaydi. Jamiyatga qatnashish erlar doirasida cheklanib bo'lmaydi. Shuna oila bir millatning madaniyati albatta erlarda qanchalik hassi bo'lsa, ayollarning ham shunchalik hassi bor. Ayollarning bol tarbiyalash, bolalarni cho'ng qilish, bu jihatdagi roliga, hassiga mayli bizning diniy aqidamiz bo'lsin, Qur'on Karim bo'lsin va boshqa milliy jihatdagi madaniyatimiz bo'lsin, hech qachonda bunga qarshi emas. Shuning uchun kelgusidagi, bundan keyingi bizning yo'limizda, bizning hal qilgan masalalarimizda
bu masalani hammamiz his qilishimiz, bu haqda tegishli chora-tadbir elishimiz kerak deb o'ylayman. Undan boshqa yana bir qancha temalar bor. Bugun vaqt munosabati bilan men mushuncha so'zlasam, qolgan vaqtda qarindoshlarning savollaringiz bo'lsa, tatilmay so'rasanglar, qo'limdan kelishicha, imkoniyatimning boricha tegishli javob berishga tirishaman. Rahmat sizlarga.